Başka şu çeteldeki Xitay karşı küreç katkan aldığın settik Uygurlarının ki obrazını xunuklaştırış, ular karı çaplaş, erkekten katıdı ve onun başka şu vatandaki ortaklarımızı göre gelip ola arkalık bizlerge besim katıdı. Şuna okşaş nurgun oyunlarını oynap bizni qiyin ahvalga tushirish uchun qo'ldan kelishicha suiqasdlarni qilyotidi. Endi bu davlatdan davlatga o'xshamaydi bu xil ahvol. Oldi bilan Uyg'urlarniki bular chet eldagi Uyg'urlarniki eng ko'p o'tirqlashgan davlati Turkiyadan boshlayli. Professor Erkin Abet efendim Türkiye'de Xitay Uygurlar karşı kandak suikastlik planlarını qilyotidi. Bunun karşı biz nimelerini kılalayımız bu şekilde kısaca bir sizinki fikrinizni alsak. Rahmet. Bunu anlatıştım burun. Ben kısaca bu Uygurlar diasporada hem de chet elde hazır 30'a yakın devlette teşkilatlandık. Yani bunun bir en üstüdeki teşkilat Dünya Uygur Kurultayı. Bir iş kılış için hem de teşkilleniş lazım. Şimdi Uygurlarda biz uzun yıl devletsiz kalan bir millet olacak. Küçümüz nemo. Bununki neme kılışımız lazım. Şu konuda merkezleşsek, onundaki Türkiye'deki meseleni kısaca ben coğrafyasıga Özbekistan tarafga Andijon bu taraflarga 1750 sonra 1840 bugüngacha Uygurlar chet elning har qaysi yerlariga ko'chibyapmiz endi. Türkiye bunda Uygurlar en köp o'ltiraqlashgan Qozog'istondan qolsa davlatlardan biri. Ondan keyin mesela Mehmet İmam Buğra bizden liderimiz. Mehmet İmam Buğra 1944 yılı yazgan bir makalesi de deydi biz 40 yıldan bu yan deydi. 60 yıldan bu yan deydi. Xitayning zulmü astıda deydi. Demek biz Xitay bizge zulüm kılgalı toğılı 140 yıl oldu degen gep. Yani biz 1949 yıl dep anlatımız ama Mehmet İmam Buğra'nın başka tarihi eserlerine karga vaktimizde 1884'te Mançu İmparatorluğu Besivağan'dan tatıp biz zulüm görüyatımız. Ama kahramanlarımızını bilmeyimiz. Mesela hem milletin kahramanlarını yaştıdı. Kuçulağı ismini verirdi, o kavrisi tikildi, o hatır sarayları kılınıyordu. Bizde o bombagaçka vatanda Uygurlar küreş kılma demez. Yani her toprağımızdan her metre toprakta şehitlerimizden kanı var. Bugün şu yakın tarihimizde karsak mı nurgun vakalar oldu, kanlık vakalar. Uygurlar teslim olup tulmadı, mücadele devam kılmadı. Ama coğrafyalik ornumuz, tarihi ötmüşümüz, siyasi, iktisadi sebepler, nurgun sebeplerden tüpeyli biz devletimizni kuramadık. Bugünküçe. Şu anda hazır karaydıgan bolsak işte 1954 tuncu katım Cidde'de birinci kurultay açıldı. Mehmet İmam Buğra, İsa Yusuf Abdikin. Bu yerdeki ağan karardı mı birinci, ikinci maddede bunun için biz davamızını halkarada anlatış. Halkaraga bizden besivelengan zemin ikenligimizni halkaraga kabul kıldırış. Ağan karar Cidde'deki şeydeki Taif kurultayındaki karar bu. İkisine 250 adam kol koyup chet eldeki diasporadaki bizden liderimiz de sayılaydı. Şunun olan dava 1954 yılı chet elde başladı. Bunun ötmüşü mü var? Tunca katım Tokyo'da Mahmut Muhiti 1939'da Şarkı Türkistan İstiklal Derneği de bir teşkilat kurdu. Özü Tokyo'da muavin reisi Mehmet İmam Buğra Afganistan Kabil'de davanın tuncu başlanışı 1939 desek buldu ama
ikkinchi bosqichda 1954'deki nima? Ondan keyin 1992'de İstanbul'da cho'ng bir qurultay açıldı. Bu Sovyetler Birliği yemirilgenden keyin işte o çoğunlarımız Abdurrahman Maksum'dan İsa Yusuf Alptekin, Ziya Semedi hemmesi İstanbul'da toplanıp bu kurultaydaki İsa Yusuf Alptekin'in bir sözü var. Dedi bizden davamız mukaddes deydi. Nayeti çoğun bir dava ama bizden sistemalaşkan teşkilatımız yok. Bu davanı elip berivatkan teşkilatımız yok deydi. 1992. 85'te Tunca Türkiye'deki teşkilat 1960'tı. Köçmenlerde cemiyeti kuruldu. 1928'de 78'de Şarkı Türkistan Vakfı kuruldu. 1908'de Herbi Özgürüş olgandan keyin bu teşkilatını Türkiye hükümeti bütün ammavi teşkilatlarını itip itidi. Ondan keyin 1985'te bu Erbi o zamanki hükümet yeniden ruhsat kıldı, kayta ruhsat kıldı. O vakti de Şarkı Türkistan Vakfı, bugünkü vakıf kuruldu. Bugün Türkiye'de 75 etrafında ammavi teşkilat var. Ben ötkende bir hesaplayıp çıktım. 75 ammavi teşkilat var. Yaman parçalanıp gittiğilik Uygurlar. Hemmesi Uygurlar. Hatta bir ailede dadısı oğlu kurup koyup koygan teşkilatlar var şimdi. Bu teşkilat nime için kurumuz? Maksat nime? Manda bir nime uçuk emas mençe. Uygurlarda bu Osmanlı İmperiyesi'de kelgen bir teşkilatçılık kültürü varken Türklerde. Mesela o vakıf Osmanlı İmperiyesi vaktida. Mesela kuşlağa dan veriş vakfı dep kurdukken onu mu şunda ciddi teşkilligen hemdi. 10 minglarca teşkilat. Vakıflar idaresi dep nayeti çoğun hemdi Türkiye'de. Bizde o kültür yokken hemdi. Şuna bunu hazır şekillendirvatımız. Hazırki vaziyetki karaydıgan bolsak aynı Avrupa'da ta 60. yıllarda erkenkam Türk Hava Yolları'nın Viyana'daki vekil olup işlige vaktida şu ülkücü Türklerinin 60. yıllarda köçüp gelgen Türklerinin öyleri verip teşkilatları verip anlatış bilen başlap 1990 necidi Münih'te Şarkı Türkistan teşkilatının kuruluşu, ondan keyin Yaşlar Kurultayı kuruldu, onun içinde biz var. Ondan keyin Şarkı Türkistan Uyguristan teşkilatı kuruldu Münih'te. Nayeti zor münazirler oldu. Kazakistan, Kırgızistan'dan bütün dünya ülkelerinden kelgen faaliyetçilerimiz, tarihçilerimiz bu yerde ne kılıp Şarkı Türkistan Uyguristan teşkilatı kurdu. Yaşlar Kurultayı bilen birleşti. 2004'te Dünya Uygur Kurultayı kuruldu. 2004'te Dünya Uygur Kurultayı kurulgan vaktida Münih'te bir 18'dek teşkilat şu vaktida bir yerge kelgen hemdi. Bu bizden için nayeti yakşı bir başlangıç dendi. Dünyada biz bunda 18-20 teşkilat birleşken bunda bir şemsiye teşkilat kuruldu dediyseniz arkanda devlet bunu birlik ittifaklık Uygurlarının bir yerden avazı çıkıdı dep sizge ehmiyet berdi. Bu nayeti yakşı bir başlangıç oldu. Bugün geçe mana 2024'te Dünya Uygur Kurultayı'nın 20. yılınınki ne kutludık. Bu yerde ben çıkargan bir Dünya Uygur Kurultayı'nın 20. yılı deydiğim bir kitap var. Bu kitapını her xil emme faaliyetçilerinin bunu takip eder Dünya Uygur Kurultayı. Ben bunun Türkçesini Türkiye'de ilan kılıp bütün Türkiye'deki kütüphaneleri takattık bir vatımız Türklerge. Şimdi bunu okuşumuz lazım. Bunu okusak bizden davamızdan kanda terakki kılganlığını görüyoruz. Etrafımızı karısak ümitsizlendiği iş yok mu? Ba. Ama ötmüştüm bugünkü karaydıgan bolsak. Kaysı seviyedeydik, bugün kaysı seviyeye geldik diye vaktimizde zor ilgilileş var. Ben Türkiye'ye 88'de kelgen, Türkiye'ye kelgen vaktimizde hem iktisadi cihetten hem siyasi her cihetten acizdik. Bugün dünyanın hem yerinde güçlendik. Bir birlik ittifaklık var. Cık teşkilat degen bilen hazır biz Türkiye'de 18 etrafında teşkilat şunda mı? 18 teşkilat birlikte iş kılış doğrusu bir kilişim tüzdük. Her yıl 10-15 faaliyetini birlikte kılımız. Her xil göz karıştı ki ammavi teşkilatlar birleşip
Bunu Türkiye'de amalga oshirdik. Bundan keyin takımı köplagan tashkilot a'zo bo'lsa, takımı kuchlik bir nimani o'ttirg'i chiqara olamiz. İkinci növbet kelgan vaqtida undan keyin xiristlar va bundan keyin nima ish qilamiz? Bu haqda men ko'z qarashimni demoqchi. Rahmat. Men Turkiyadan kelgan bo'lg'achqa, Erkin efendimga bir qo'shimcha to'liqlab qo'yay. Türkiye'deki mevcut mesele degandek tashkilotlarninki ko'p bo'lishi, onundan boshqa shu Uyg'urlarninki iqtisodiy jihatdan, psixologiya jihatdan, siyosiy jihatdan ba'zi endişeleri bor. İqtisodiy jihatdan desak, Türkiye'de biraz iqtisodiy krizis biraz cho'ng bo'yotidi. Onundan boshqa psixik jihatdan Xitoylarninki Türkiye'de hareketi nayte quyoq bo'yotidi. Ondan keyin psixik hamda siyosiy jihatdan ba'zi bir qism diqqat qilmay qolgan, qonunni va tartibni bilmaydigan odamlarni tutib ekirib, ya'ni ko'p emas, soni az. Bular Uyg'urlarninki bizga siyosiy psixik jihatda biz duch kelgan bir masala. Ondan keyin Turkiyada xeyli ko'p sondagi Uyg'urlarni o'mak shaklda vatanga tashkillab, Xitoy vatanga urug' tuqqan yo'qlash bahanasida apurayotdi. Ondan boshqa Xitoylarninki tijorat sohasida Uyg'urlarni tashkillab, Xitoy uchun ishlaydigan Uyg'urlarni tashkillab, Turkiya bilan Uyg'urlar o'tirsida tijorat sohasida bir imaj, bir obraz yaratishyotdi. Chunki Xitoyga setilgan, Xitoyning tarafidan qurilgan Uyg'ur ish odamlari jamiyati bor. Shular orqali nurg'un ishlarni qilyotdi. Bular biz Turkiyada yo'liqqan ba'zi masalalar. Bu ikkinchi qadamda bu masalani qanday hal qila olamiz bu vaqtda nima qilsak. Hamda Yaponiya biz Uyg'urlarga uchun yana bir muhim bir davlat. Yaponiyada navbatdagi ahvol qandaq, biz yo'liqqan qandaq masalalar bor. Buni nima qilish uchun keyin qadamda qanday qila olamiz? Buni bir siz qisqacha bir 3 minutda qilsangiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlar komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining ma'mur raisi Saud Mamatulman. Men o'zim Yaponiyada yashayotgancha Yaponiyani markaz qilib butun Uyg'ur harakatini qanday jonlantirish to'g'risida qisqacha ko'z qarashimni o'tirib qo'ymoqchi. Abay Erkin Ahmad akamiz degandek, bizningki diasporadagi Uyg'ur da'voninki birinchi qadami Yaponiyada boshlangan. Bizningki Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati yemirilgandan keyin o'z vaqtida Mahmud Emin Bug'ra Afg'onistonga berib, shu vaqtda Afg'onistonda turayotgan Yaponiyning bosh elchisi Kitada Masamoto deydigan apandim bilan nihoyatda yaxshi do'stona munosabat qurgan. 1936 yildan boshlab 2 yildek shu bad keldi qilib qandaq Sharq Turkiston jamiyatini asli keltirish, endi Yaponiyadan yordam so'rash nihoyat tafsili aşağıda planlar bo'lgan. Bu planlar Kitada apandim orqali Telegram orqali Yaponiyaning tashqi ishlar ministriga yo'llanib turgan. Keyin bu materiallar hammasi Yaponiyada topilib bo'ldi. Andın 37-yili Mahmud Sijang, Mahmud Muhit bir ümek bilan Yaponiyaga keldi. Endi Yaponiyada tashkilotlar qurildi. Tunji bizning diasporadagi da'vo shu yerda boshlangan bo'ldi. Endi Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu Yaponiyadagi siyosiy da'voning boshlanishi sal keyinga suzildi. 1985-yildan boshlab o'quvchilar Yaponiyaga kelish boshlandi. Erkin akamiz shu vaqt birinchi qaror Yaponiyaga kelgan o'quvchilar bo'ldi. Shu vaqtdan boshlab ham Yaponiyada Uyg'urlar biroz ko'payishga boshlaydi. 2000-yillardan boshlab siyosiy da'vo boshlandi. 2008-yili Yaponiya Uyg'ur jamiyati qurilgan. Undan 4 yildan keyin Yaponiyada Yaponiya Uyg'ur do'stlik parlament do'stlik guruhi qurilgan bo'ldi. Bu do'stlik guruhi bizningki Uyg'ur da'vosida tunji qurilgan do'stlik guruhi. Bu do'stlik guruhi qurilib bilan uzoq o'tmay Yaponiyada Dunyo Uyg'ur qurultiyining 4-qurultay Tokyoda ochilgan bo'ldi. Shu 2000-yildan keyin Yaponiyadagi siyosiy da'voyini qayta kun tartibga keldi desak bo'ldi. Hozir biz ham Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan zish bizni qo'llab birga ish qilayotgan Yaponiyaning parlament
içinde parlament Uyghur dostluk grubu var. Ondan yerlikte yine yerlik memleketlik yerlik parlament dostluk grubu var. İki dostluk grubu var. Bunun için hem de Yapon olan Xitay hem de coğrafya cihetten ait yakın iqtisad cihetten hem de ait ziş münasebeti var Yaponiya olan Xitay. Biz Uyghur davası hem de Xitay ait tırışıvatıda Uyghur davası bir rayonninki meselesi ya bu mesela Xitayninki öz devlet işçilik meselede şundak ait tırışıvatıda ama milletler meselesi her zaman bir devletin işki meselesi olup bakmagan. Mesela birinci dünya vuruşu olsun, ikinci dünya vuruşu olsun. Emsi milletler meselesiyle başlangan desek buludu emdi. Bizning Uyghur davası mı bir xalqara bir mesele bu. Bir devletin işki mesele emas. Şun bu cihette Uyghur davası kelsek Yaponiya şu diplomat cihette Uyg'urlarning kişilik hukuk cihette bizge yordam qılalaydı. Ondan iqtisad cihetimi Yaponiya Xitoy bilan iqtisod cho'ng bir chin iqtisod bo'lgan bo'lsa-mu, hozir Uyg'ur majburiy emgak deymiz. Bu masalalarni Yapon parlamentga akirib so'zlayapmiz. Bulton bir muxbirlar yig'ini ochgandik. Hozir Yaponiyaniki bosh ministr bo'lgan Takaichi xonim bulto bizningki bu muxbirlar yig'ini qatnashib, vaqt bosh ministr emasdi. Qatnashib başdan ayaqçı bizning yig'ini qatnashdi va oxirida nayt ijobi javob bergandi muxbirlarning savoliga. Biz Yaponiyami bu majburiy emgak masalasini doim qo'yib qo'ysak, bir yoq qo'yib qo'ysak bo'lmaydi. Biz buni tadbir tutishimiz kerak deb nayt ijobi javob berdi. Buningdan keyin ham biz hozircha ham bu davoni diaspora qilyapmiz, amal yo'q ham vatan ishchiga akramayapmiz. Menimcha sağlam bu davanı menip keyingi qadam hamda inşallah bir vaziyat kelsa bu davanı bizningki vatan ishchiga kirgizishimiz kerak. Chet elda nima ishlar bo'ldi, bo'lyapti. Ishchi bilan teshi hamkorlasha olgan vaqtda bu davo tixmi ilgarilaydi, oldiga ilgari bosir deb o'ylayman. Hamda hozir biz chet elda qilishning boshqa amalimiz yo'q. Keyin shu sharoitni yaratish, shunaqa yo'llarni izlanishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Yaponiyadan yana doktor Muhtar Abdurrahman efendim oturuptu. Siz Yaponiyadagi Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida qo'shimcha qilganingiz bormi ahvol? Assalamu alaykum qardoshlar. Aldı bilan bundaq bir şekilde sizlarga ko'rishganligimdan faxriy his qilaman. Tema qo'ysak Yaponiyaninki navbatdagi ahvol to'g'riliq to'liqlaydigan, ya'ni iqlim masalalari xarakterlik yoki hadis xarakterlik mazmunlar yo'q, ammo prinsipal nuqtadan qaragan vaqtimizda Xitoyga qarshi harakatni kuchaytirish nuqtadan qaragan vaqtda Yaponiya demokratik erkinlik bir liberal bir davlat hamdi, ya'ni qimmat qarashiyatda o'ziga sharqning davlati bo'lgan bo'lsa-mu, ammo u g'arbchi qimmat qarashdagi g'arbchi sistemadagi bir davlat hamdi. Men Yaponiyada 20 yil atrofida Uyg'ur va g'arbning davlatchilik falsafasi, davlatchilik ideyasiga tadqiq qildim. Ya'ni Uyg'urlarning Xitoyga qarshi harakat qilishining tubki sababini Uyg'urlarning mavjudligining asosiy sharti bo'lganligi uchun deb qarash menimcha eng to'g'ri. Chunki bir inson bo'lish uchun davlat kerak deydi Aristotel. Aristotelning siyosat degan kitobini o'qisanglar, odamga berilgan ta'birda odam yoki inson deydi. O siyosiy xarakterlik mavjudiyat yoki siyosiy hayvon degan so'z ishlatgan amaliyotda. Demak, buni cho'nqurloq aytsak, 21-asrdagi Germanning eng danglik filosofi Martin Heideggermi millatga bergan ta'birida o'xshash gapni qilganda, ya'ni bir inson yoki bir millat o'zining mavjudligini kapolatga ega qilmoqchi bo'ladi ekan, shubhisizki davlat shart deydi. Ya'ni davlatsiz insonmi bo'lolmaymiz, davlatsiz millatmi bo'lolmaymiz. Bu haqda men Ko'ltiki Mengüdeshi, Tonyux Mengüdeshi va Bilik Qag'an Mengüdeshining ichidagi bir qism jumlalarni tavsiya qilay. Ya'ni buning ichidagi demoqchi bo'lganim, davlat qurish uchun men kechalari uxlayolmadim, kunduzlari tuzuk o'ltirolmadim deydi Ko'ltikin.
Biz devlet kurup aç xalqni toyundurduk. Yalang'aç xalqni kiyindirdik. Kimiki mendek bir lider bo'ladi ekan, kim Türklerninki yoki Uyg'urninki kallasiga chiqila olasin degandek jumlalar Ko'ltekin mengülüşida, Beliga qolgan mengülüşida va ham Tunuyuq mengülüşida bundaq jumlalar nihoyat ko'p uchraydi. Agar davlat bo'lmasa, Uyg'urning davlati bo'lmasa, yana Ko'ltekinga qaytamiz. Şah yigitlerimiz, kul, melek kızlarımız didek. Biz Mengü taşını addi mendeki taşqı gezip koygan xat emas, belki bugünkü Uyg'urning mushu savoliga berilgan bir javob deb tushunishinglarni tashabbus qilaman. Rahmat. Rahmat. Endi Yevropadan Andili Mehmet Qasım bilan Qadmir Sidiq xonim o'tiribdi. Növbətdə Avropadakı Uyğurlarımıznınki ahvalı qandaq qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Bu haqda qisqacha bir so'z qilib bersangiz. Assalomu alaykum. Anglab o'tdik, ham o'zimizning bilimiz asli biz davlatchilik an'anasi bo'lgan bir millat. Tarixda balki turk qavmlar ichida eng mukammal davlat qurgan va davlatga yeziqcha qonunlarni akirgan tunji millat va o'zimiz qurmagan davlatlardimi nurg'un kuchli davlatlarning apparatlarida yo'l ko'rsatkich bo'lib ishlagan bir millat va bu an'anamiz cho'qim qaytib keladi. Endi hozirgi vaziyatimizni olganda Xitoy 30-40 yil burun hech kim ko'zga ilmaydigan, hech qanday bir ahamiyat yo'q, qiymati yo'q bir davlatdi. Balki undaq emasdi, chunki bularning 2000 yillik, 3000 yillik tarixida suiqasd, hilmikarlik, qin-qiniq singib ketgan, ruhiga singib ketgan bir millat. Bu rejim bilan, yana bir narsa bilan munosabatsiz deb qarayman. Bular keyingi vaqtlarda bayatın Erkin Hoca dedi 140 yıldan artık vaqtdan beri biz bu azapni tatip etipdik ama Komünist Xitoy ishg'olidan keyin irqiy qirg'inchilik 50 yil boshlagan bo'lsa, keyingi 10 yildan ortiq vaqtda o'ziga bo'lgan ishonch, siyosiy va iqtisodiy kuchlanishi bilan buni insoniyat tarixida ko'rilmagan bir vahshiylik chiqdimiz, bundan xabardor. Bu faqat bir qirg'inchilik emas, xo'rliq, azob, ya'ni Uyg'urlarga kelayotgan. Buningki tafsilotlariga kirsak, haqiqatan inson chidog'siz bir holatda yashayapmiz. Ham Yevropadagi Uyg'ur masalasiga kelganda hamiyada o'xshash. Yevropaninki inson haqlari qimmat qarashi hammamiz bilamiz. Bular G'arbiy Yevropa haqida so'zlashimiz. Haqiqatan bular ochiq tajribalardan keyin, urushlardan keyin nihoyatda mukammal, ya'ni dunyo sahnasiga qaraganda eng mukammal bir kishilik huquq, insoniy qadr-qimmat sistemini o'tirib qo'ygan davlatlar, millatlar. Shunga bu yerda nisbatan Uyg'ur davası erkin, azade elip berildi. Xalqan vaqtda parlamentlarga kira olamiz, namoyishni o'rinlashtira olamiz va e'tiqodlarimiz o'z oldimizga elib bora olamiz. Albatta, mushlarning qonunlariga bo'ysungan holda bo'ldi, chunki bular bizga qarzdor emas. Biz mushu millatlarning, mush davlatlarning qonunlariga bo'ysungan holda faoliyatimizni elib boramiz. Ammo bu davlatlar agar kishilik huquq, insoniy qadr-qimmat ustida so'zlaysa va shuning uchun o'zini atganligini ifodalaganda u chaqda gapida turish kerak deb qaraymiz. Bunda bo'lmayapti. Men o'zim kelgan Shveysariyadan misol bersam, Shveysariya hammalar bilamiz, tungün bir kichikli bir dialogda biri poyezdda aydirimda mayaq kelsak, bir nemis bo'ldi, mening adresini so'rdim, nimaninki, bu meyadik poyezdning adresini. Şu nereden geldinler dedi. Biz Uygurlar Şveysariyadan kelyapmiz desem, nimaga keldinglar dedi. Bir konferans jo'g'in desem, biznes konferans mi dedi. Şveysariyadan keldim desem, men bir Uygurdan biznes konferans, ya'ni Shveysariyaning ishi shu tijorat pullarni buldi deb qaraydigan o'xshar. Nemis balamiyalik bir odam. Ya'ni Yevropada afsus jiq qarshiliklarni ko'rsatdik, ammo Shveysariya tunji erkin tijorat savdo kelishimini qurgan davlat Xitoy bilan. Ve ötken yıl bunun 10 yıllık münasebeti bilen onu 1-2 yıl burun uzattı. Ticaret hacmi köp. Germaniya şunda, başka devletler şunda. Anda
albatta bizni qo'llaydigan, bizga istoshlik qiladigan, biz taraf turgan siyosatchilar, kishilik huquq tashkilotlari bor, ularning dastaklari bilan faoliyatlarimizni olib beryapmiz. Lekin bu yetmaydi. Bu yerda bizning vatanimizdagi millatimiz Uyg'urlar agar Xitoylikni qabul qilgan bo'lsa, dinidan, tilidan, millatidan voz kechgan bo'lsa, bugungi kun qolmaydi. Ular voz kechmay vatanni bizga saqlayotdi. Uning uchun haqiqatan biz hozir balki burungi vaqtimi Muhammad ibn Bug'ra rahmatlik liderlarimiz vaqtida qiyinti, lekin hozir taxmikin chunki Xitoy hammaga puli bilan, kuchi bilan so'zni o'tkaza oladigan bir holat keldi. Bunda bir vaqtda bizga tushadigan vazifa taxmi ig'ir. Bular Yevropada, shu erkin davlatlarda yashayotganlar bilgi xonatimiz, Kultekin atimiz deb ekan, men kechasi uxlamadim, kunduz o'tamadim deb. Bizmi shuni qilishimiz kerak. Quvvatimiz, uning uchun mushay qit'alar atlab keldik, millatimizning, davlatimizning qurilgan g'amini yegachgan. Ammo Yevropadagi umumiy yuzlanish keyingi 4-5 yil ichida haqiqatan suslashdi. Buning Xitoyning bayotin Abdulhamid apandim deb Xitoyning o'yinlari bor, azaldan o suiqasdini qiladi. O'zimizning ichida davolg'ishlarni o'tirib chiqaryotdi. Berib kelsam, berib kelmasam, voy meni bir yerda rasm tortib olgandimi, meni fuqarolarmi, tuqqanlarim. Agar biz millatim omon bo'lsa, men omon bo'laman deganni yurkimizga o'rlashtirib olsak, o chaqda bizning millatimiz qutuladi. Men omon bo'lsam, millatim omon bo'ldi degan xato qarashdan qutulib ketishimiz kerak. Rahmat. Rahmat. Amni Qadmir xonim, siz bir lager shohidi. Vatandagi zulmni o'z ko'zingizdan shohid bo'ldingiz, yashadingiz. Chet elga chiqilma bir qanchalik bo'ldi? 4-5-6 yil bo'lib qopti. Yevropada yashayapsiz. Sizningki hozirgi navbatdagi bizning vaziyatimizga deydigan so'zingiz bormi? Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Men jazo lager shohidi bo'lib sifatim bilan oldi bilan yana shu lager kampidan boshlayman. Men har qitimda har qanday cho'ng kichik saknalarda assalomu alaykum deb boshlagan vaqtimda lager esim keldi. Kechirsizlar. Chunki men 2017-yil 3-oyning 1-kuni Urumchi shahar Sayvaq rayonining tog' ustidagi Sanfango erlar kampusga kirgan vaqtimda bizni u yerga sizlar savodsizlarga davlat til darsi o'tishlar degan bo'lg'achqa men hech nimdan bexabar. U yerga kirsam nurg'un diniy zot ulamolar bor ekan, to'q men kiribla ularga soqchilar bor, ajoyib bir qo'rqinchli bir bismillah boya. Kiribla assalomu alaykum deb ekanman. Heliqi o'tmagan tutqunlar degan bishni ko'taranmaydi, putqunlar zanjir kishan. Hammasining ko'zida yosh. Shunda yig'lab ketdi ular. Keyinda soqchilar va bu yerda aholi komitetidagi kadrlar bor. Men o'zim shunchalik qo'rqib ketdim. Har qitim guvohligim deyman. 2017 3-oyning 1-kundagi mening shu lagerda o'tgan 4 soatlik darsim 30 yillik hayotimdagi eng uzunga so'zilgan, eng vahimalik, eng qo'rqinchli dars bo'lgan. Demak, lagerdagi shu qarindoshlarimiz o'zlarini unutib qilishdan eng qo'rqaydi. Men har qitim bu erlar kampusi darsidan chiqqan vaqtimda hozirgacha so'zlab olsam shu lagerning ichida o'tirib bu shu oldidagilar hammasi lagerdagi qarindoshlarimiz deb ko'z oldim shu kavatdi qarindoshlar. Shu birinchi ratdan chatda o'tiradigan Nurmamat degan shu qarindoshimiz doim deydi, molimizni unutib qolmang deb. Kunda deydi, molimizni unutib qolmang. Keyin yo'qolib ketdi u. Mana demak, lagerdagi shu qarindoshlarimiz unutib qilishdan eng asraydi. Unutib qilish deganning o'zi g'oyib bo'lishdan darak berdi. Demak, biz shu xalqimizningki ovoz bo'laligimizdan shaxsan men o'zimni nihoyatda baxtli his qilman. Shu Xitoyning do'zaxlaridan qutulib chiqib, Yevropalarga kelib, shu bechara chorsiz qirilayotgan shu xalqimizning ovozi bo'lib, butun dunyoga shuni anglataligimdan faxrlanaman. Men endi deyman, 2000 shu yaqindan boshlab 2024 boshlandi. Tajovuzchi Xitoy hokimiyati chegarani ozroq qo'yayotganda qilgan bilan bizning Uyg'urlarimiz atalmish vatanga guldirlab berib kelib, vatan yaxshi bo'lib ketibdi. Uyg'urlarning chegaradan kulkilar ekan degan gaplarni taqatdi. Bizning xabar bor. Bilib bilmay Xitoyning tashviqotchisi bo'lib ketdi. Shuning bilan Yevropadagi butun davlatlarda namoyishlar chiqdiganlar yo'qolib ketdi. Hatto ba'zilar namoyishning qo'ldan nima keldi degan gaplar olib ketdi. Namoyishning qo'ldan nima keldi? Butun dunyo xalqaroga bizdek hayot, biz Uyg'ur
Bizning vatanda tajovuzchi Xitoy shu xalqimizni tek qirvatıdı. Şu ziminimizning Uyg'uriston, Sharq Turkistonning asli ziminining egisi Uyg'urlar deganni bütün dünya xalqlariga qayta anlatamiz. Bu bek muhim. Anondan keyin yana Uyg'urlar masalasi mana yildan yilga har xil xalqaro vaziyatninki jiddiylashishi bilan, o'zgarishi bilan kun tartibini chiqib qolyotidu. Ammo biz Uyg'ur bu sifatimiz bilan mayli lager shoyati bo'layli, agar qalbingizda haqiqiy vatanni, millatim deydigan bir so'ygi bo'ldigan bo'lsa, biz bu davodan qat'iy yonmasligimiz kerak. Eng oddiysi shundaq mana har yili o'tkaziladigan muhim yig'inlarda kap ashun qatnashishimiz kerak. Shuning bir kishilik ovoz qo'ysakmi, mana shu vatan millat uchun qo'shgan to'kpimiz bo'ldi. Namoyishlarni qo'ldan bermas kerak. Har qanday so'rinlarda haqiqatni so'zlash kerak. Men bir gapni xulosa qilsam, bizning har bir eg'iz so'zimiz, har bir qadamlarimiz, har bir guvohligimiz, har bir tirishchiligimiz shu vatanimizdagi chorasiz bichar Uyg'urimizning kelgusi uchun intayin qimmatlik. Buning uchun eng muhimi hammamiz birlashib, ittifoqlashib, birlik harakat qilgan vaqtimizda ovozimiz to'qim kuchli chiqadi. Hammalarga rahmat. Rahmat. Endi hamma ishni tartibga kelib berishimiz kerak. Hozir Xitoy qarshi harakatimizni kuchlantirish uchun shu susishib ketganning sababi nima degan haqida muzokara qilib bordik. Buni xulosalasam, birinchisi vatan sirtidagi Uyg'urlarningki bularmi O'rta Osiyo, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan boshqa, meni Turkiya, Yevropa, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Kanada bo'lsin, hamma yerdagi Uyg'urlarningki hammamizning ota-onasi masalan o'rtoqlari vatanda. Xitoylar bizning o'rtoqlarimizni go'raga evalyotidi. Ya'ni o'rtoqlarimiz orqali bizga besim qilyotidi. Yani hozirgacha nurg'un Uyg'urlarga bu şekilde suiqasd qildi. Undan boshqa mush orqali bizni sukut qilishga, Xitoyga qarshi harakat qilmaslikka zo'rlayotdi. Ikkinchisi, shu Xitoyga qarshi oldingi safda kurashayotgan qarindoshlarimizning aloqani uzib o'tdi Xitoy. Vatan bilan bo'lgan aloqamizni, oilamizdan bo'lgan aloqamizni uzib o'tdi. Qilib qolganlarini aloqa qilishga yo'l qo'yotdi. Bu bir vatan sirtidagi Uyg'urlarni ikkiga bo'lib o'tish. Yani Xitoyga qarshi turganlarni yolg'iz qo'yib, qolganlarga biroz ko'rinishda ular yo'l qo'ygandek ko'rinadi. Ikkinchisi, raqamni hujum qilyotdi hammamizga. Telefonlarimizga WeChat qachilgan bo'lsak, telefondagi bütün so'zlashishganlar, video, resim hamma narsani Xitoy o'g'irlayotdi. Bu bizning shaxsiy uchurimizni o'g'irlab, bizni qiyin ahvolga tushirib qo'yish uchun uchur to'playotdi. Undan boshqa shu Xitoyga qarshi kurashayotgan oldingi safdagi qarindoshlarimizning nomini bulg'ash uchun uning shaxsiy uchurini to'plagandan keyin unga oid qarchaplash oson. Yani buni qilyotdi. Undan boshqa shu vatan sirtidagi biroz Uyg'urlarning ko'pinchisini jasuslikqa mecburlayotdi masalan, ailemiz orqali, har xil turliklar orqali. Undan keyin nurg'un Uyg'urlarningki Xitoy pasportining vaqti tushib ketgan, kimligi yo'q, pasporti yo'q. Bu orqali munosib davlatlar bilan aloqalashib, Uyg'urlarningki shu sayohat erkinligini bo'g'otdi. Interpol orqali, xalqaro soqchi tashkilot orqali shu oldingi safdagi Uyg'urlarningki besim ishlatadi masalan, kontrol qilish uchun. Ba'zi davlatlarda yoshirin soqchi punktlarini ta'sis qilib Xitoy ba'zi Uyg'urlarni, ba'zi Xitoyga qarshi Tibet bo'lsin, Hong Kong bo'lsin, o'shandagi odamlarni tutib ekitib, u yerda so'rab qo'yadi. Bularning hammasi hisobda chegara qilgan bir bostirish harakatiningki bir qisqacha bir xulosasi. Hamda bu xil ahvollar bizningki shu chet elda Xitoyga qarshi harakatimizning susilishib qolishimizningki tub negizlik sabablari. Yani turuplam birdillam Uyg'urlar bu kadar nexib ketmedi. Susqun alg'a bu kadar pasif alg'a tushib qolmadi. Xitoy 2022 yili chet eldagi, yani vatandagi Uyg'urlarning ishini bir taraf qilib bo'ldik.
hem chet eldeki Uygurlarni bastırımız, ularni Uygurlardan ayrı etimiz deb plan tüzüp muş holatga akeldi qisqagan 2-3 yil ichida. Endi navbatda biz Xitoyninki bu planiga, bu suiqastiga qanday javob beramiz? Qanday qilsak, texim önümlük bir şekilde özümüzdeki qarindoshlarimizni qo'zg'atib, Xitoyga qarshi birlikda texim aktiv harakat qila olamiz. Qanday qilsak bizni qo'llayotgan davlatlarninki qo'llashiga erishib, o'zimizningki maqsadimizni qanday qilsak amalga oshira olamiz. Bu vaqtda muzokara olib boramiz. Bu ikkinchi qismiga Andili efendim riyosatchilik qiladi. Benim dastlabki savolim Erkin Ahmet efendimga bo'ldi. Savol aniq. Qanday qilib davoni taxim kuchlantiramiz? Bu umumiy bir savol, ama bunu da tabii noktalarga bilib turib birazdan keyin gaplashamiz yana. Ama bu sılışıvatkan davadaki sebep Xitay mı? Yüzümüzdeki sebeplerden tepki çıkış bizim kolumuzdaki iş, vazife. Bunu qanday qilib aktivlaştırmamız ve küçeytimiz. Sizin fikrinizden. Evet, köp rahmet. Ben hem de üzem yaxşı bildiğim şu Türkiye'de qanday küçeytimiz deganni ben sözleyeyim. Şimdi Türkiye'de bu abiyatın mutaxassislarının köpü dep ötdi. Bütünley bu Xitay'nınki Türkiye bilen boğan münasebeti ticari münasebet belgileydi bunu çok. Şimdi 1992 yılı ki ticaret somması Türkiye bilen 200 milyon etrafında bir ticareti varken. O vakti da hem siyasi cihetten başka cihetlerden tüzük münasebeti yok. Şu an 92 yıldaki kurultayımızda şu baş minister özünün baş mesleğçisine evetken. Onun nutqunu ben kitap koydum, onu okusanlar buldu. Şu yerde naiti güçlük gap kılgan mesela Türkiye'de hükümet baş minister mesleğçisine evetiyordu. Onundakin 2000 mesela 2000 yılının başları da şu hazırki Adalet ve Terakkiyat Partisi hakimiyet beşiği KG vaktideki ticareti 900 milyon etrafında Türkiye bilen boğan. Yani onçuluğa çıkamaz. Bu mezgilde mi 2009'daki Ürümçi katliamı da Recep Tayyip Erdoğan ırkı kırgınçılık elip bağdı Xitay de bayanat bergen. Şu vakti de mi nurgun ticaretçiler Xitay bilen çoğun ticareti var adamlar. Rabia Hanım etilam kasip olduğu diye vakti de biz telefon kılıp derhal Washington'daki Türk elçisiyle iltimas kılan diye vaktimizde bağa vakti de Ankara'dan cevap kütümüz dedi. 5 günün içinde fikrini Kirsun Rabia Hanım diyenine özgert vagan Erdoğan. Bunu özgertişteki sebep arkadaki karıhanıcılar. Milyar dolarlık Xitay bilen ticareti var kişiler. Rabia Hanım'la ekerseniz bizge nim buludu diyen muş nim bilen kıp kagan. Türkiye'deki muş ticaret güçlengen siri bizden işimiz kıyılıyor. Ama Türkiye demokratik bir devlet. Hükümetine halk saylaydı. Uyada biz kılalaydıgan iş var. Şu an biz eğer onu güçlendirsek Türkiye'nin Xitay'a taşlap pek olmaydı. Çünkü Türkiye Türk dünyası deydiğin bir siyaseti var Türkiye'nin. Biz Türk dünyasının bir parçası. Uygurlar. Bunu Uygursuz Türk dünyası, Uygursuz Türk tarihi olmaydı. Tarihte şuna biz bunu aldığımız planga nem kıptırıp Xitay Türkiye'de bağın sır küçülmedi. Bu bir hakikat. Yani bugün mesela hazır Beijing'de bugün Şanghay'a mağında mesela meclisteki Türkiye parlamentodaki muyum partilerinin hemmesinden Milliyetçi Hareket Partisi parlamento azası çıkamaptı. Mesela Adalet ve Terakkiyat Partisi'den 2 parlamento azası, Cumhuriyet Halk Partisi'den 2 parlamento azası, Dem Parti'den 2, Yakşı Parti'den 3, Deva Partisi'den 2, Kilicek Parti'den 2, Saadet Parti'den 2, Yeniden Refah'tan 2, İşçi Partisi'den 2. 18 parlamento azası Xitay Türk Dostluk Vakfı'nın ki teklibi bilen Xitay'ı ziyaret kılıyordu. Bu adamların küpe
bu ketken parlament azalarının bazıları bizden bütün yığınlarga katlaşıp Xitay ırkı kırgınçılık elip berivatıdı. O yerdeki kırındaşlarım elip bağan zulümünü toxtatsın degen parlament azalarını teklif kılvatıdı. O yerge apırıp bizden beşimizin ötürmene Hayrullah Efendigil 2002'den ta 2015 kiçi Ankara'da biz davam parlamentke barattık. Adalet ve Terakkiyat Partisi hükümet kikege vaxtıda bulanı Xitay'a teklif kıldı. Bizden memleket ki teklif kıldı. Teklif kılıp apırıp Xitay bülüdü Türklerinin yaxşı tadqiq kılığılık hamdı. Bağandakin bu parti dini din ideyası bilen kegen yani bir parti dindar bir kişilerden terkip tapkan. Şuna meymanxanalarda Kur'an-ı Kerim koyuğuluk demesi de yatıdığı yerde seccade secde şey koyuğuluk caynamaz. Onun diki cuma namazı vakti kege vakti da adı cumaga barayla dep apırıp cuma kıldırıqlık. Onda oğandikin biz berip desek ya erken senin hatan var sen kaç yıldan bağmadın bu yerge dedi. Ben manç yıl oldu bağma desem bu Xitayla dinge şunu da hürmet kıldıken. Bizge degen manda kıldı deydi. Bu Xitay aşında hem de bunu silahı anlatışından haceti yok. Xitay 200'lü meçemdi. O garip kim aşında kılvatıdı, Türklerge aşında kılvatıdı. Şuna biz bunda bir şaraitta nime kılışımız lazım? Bu meselede ben kıskaça bir kançı madde demekçem de Türkiye bilen 2010'da stratejiyalik şehriklik kilişimi tüzdü Xitay. Ama bu kilişimini tüzgenden keyin Xitay yanı bir karar aldı. Türkiye'deki bütün ammavi teşkilatlar, üniversiteler, siyasi partiler hemmesi bilen boğan münasebetini terakki kıldırış kararı çıkardı Xitay. Şuna hazır Xitay naidin tutunla küçük izilağıça ben Gaziantep vilayetine barsam Ürümçi bilen dostluk şehri ilan kıptı. Şu bir bağcı var hem o bağcıga Xitay'nın çoğun bir ravakını selip Xitay bağcısı kuruptu. Ben dedim bu sılık Ürümçi bilen Toxtamnamı kilişim tüzüpsüler kırında şehir kıpsa Ürümçi de onda ravak olmaydı o. Ben bir Uygur'un emesini koysan olmamda desem o yerden aynı Xitay başlıklar kelgen o bu değil ama Xitay her yol bilen kiriklik. Bunun el küçük şirketle çetelde meblağ salanmaydı hazır Xitay o kanunu çıkardı. Nailedeki küçük şirketlerime berip Türkiye'de şirket kurup meblağ selip ne mi kıladı? Şuna Xitay ırkı kırgınçılık siyasetinden keyin Türkiye'de abroya katlı çüp ketken. Yani 2017'de 24 kişi Xitay elçixanasından xadimleri sırtqı çıkanmaydı. Burun vilayetlerine aylanıp nem kıldığan adam 2017'den 2024 kişi elçilikten içinden çıkmaydı yattı bula. Hazır yeni bir yol yürük geldi merkezden belki menin perezim. Muşu keyinki bir yıl içinde acayip aktif Türkiye'de. Mesela bugün ben haberlere karadım. Bugün Xitay elçixanası ötkende Adıyaman degen vilayetteydi. Bugün başka bir vilayette seyahat kıl. Vilayet ayrılmatıdı. Bu yer bir po degenle atıdı. Xitay bir zavut kurumuz, meblağ salımız, mançımın iş tapıdı degendekin işini de kanka yani yalgan gap Xitay'daki yalgan yapılmagan degan. Şuna bu Xitay'nın ırkı kırgınçılık kıldığan bir millet degen bu nam ne? Juyuş için Türkiye'de Xitay koludun kelgenini kılvatıdı. Hazır Uygurlar uslu oynavatkan anayet yaxşı görünüşler bilen Türkiye'de teşvik kılıp Uygurlarga zulüm yok. Uygurlar acayip baxtlık yaşaydı dep burundan tatıp kılığılık. Ablemet dep ötketke tekrarlamayım. Her aydegedek 2 ayda bir heyet var. Türkiye'den heyetlerini apırıp aylandırıvatıdı muşdan okşaş. Uygurlarını apırıp aylandırıvatıdı. Bizden abde hemen başka milletin körüşkü olmaydı. Bir millet oluş için eğer o milletin birisinin ayağıga, putuğa bir canı passa, ağrısa ben ona his kılmasam biz bir millet digellik olmaydı o. Şu an hemimiz Uygurçuk yapkılımız, Uygur deyimiz. Ama yüzümüzden atanısını solap koysa, turmada iskenci görse biz Xitay'ın akısını yüksek o bir millet olmayız. Bir söygü ve nefretimiz enek oluş lazım. Biz bu ırkı kırgınçılık mezgilede Türkiye'de gördük. Uygurlarının söygü ve nefret enek emez. Çık adamlardı. Atanı solaklık Xitay'ın kendinden yügen insanlar var.
Bu qanda degenge başqa millatda bunda emas. Türkiye'de ayda bizga o'xshash zulmga uchragan millatlar va zulm qilayotgan millatiga nafrati aniq yani. Shunga biz buni nima qilish, buni nima qilish lozim degan vaqtida meningki qisqa va'dada, qisqa muddat ichida biz qilishga tegishli ishlar Xitoymi buni qilayotgandan keyin biz her vilayette Xitoyning bu zulmini anlatışga devam qilishimiz lazım. Bugün mesela benim Muhammed'imin Nurnisa Enver 3 ukam 12 yıldan turmada hazır. Kesip bitiklik. Ben Türkiye'de eğzi kınmağa yerim kalmadı. Ben Türk vatandaşı, ben orada bir profesör. Bu Ağaçamba Yizi'de Kisel onun bir avazını anlamakla uzun yıl oldu. Şimdi biz bu şapkanmaslığımız lazım. Bu zulümünü anlatışımız lazım. Xitay zulüm yok, bula yalgan gap kıldı deydi bizge. Ama kolumuzda ispat, dokulatla ilan kılıngan, bunu Türkiye'nin her vilayetinde konferans verip bunu anlatışımız lazım. İkincisi, Türkiye'de biz pakatla Uygurlarını yok kılmavatıdı Xitay. Tilimizni yok kılıvatıdı, örp adetlerimizni yok kılıvatıdı, edebiyatımızını, müzikimizni, sanatimizni, hemmenimizni yok kılıvatıdı. Biz bunu anlatışımız lazım. Bizim sanatımız Türklerin sanatı bilen ortak yani. Bizim edebiyatımız Türk dünyasının edebiyatı bilen ortak. Bunu anlatışımız lazım. İkincisi, ailelerin hikayeleri var Türkiye'de. Korkudu. Bula demeydi. Mesela bana okşaş akılları, fıkırları kesilip gitken yaman içinişlik tragediyeler var insanlarda. Ama anlatmaydı. Anlatsam bir yere yazılsa nim buludu deme. Bunu biz kayıt astığa hatırlaşımız lazım. Bu üçüncü nimem. Dördüncüsü Türkiye'deki insan hakları teşkilatları, akademikler, üniversitenin okuyucuları, parlamento azaları bilen boğan münasebetimizni bağansırı güçlendirişimiz lazım. Hamayı anlatışımız lazım. Xitayga ketdi bula, işte kâsi özgürüp gitti o işte o bu dep ümitsizlenmesligimiz lazım. Vicdanlık adamlar köp Türkiye'de yani. Yani Xitay'nın teşvikatıdan tesirlenip Uygurlarda ümit yokken Xitay nayeti güçlenip gitipti o deydiğen ma iddiyanı yaratmakçı Xitay. Aşın dep kildiğanlar var ama kançı güçlense mi Sovyetler Birliği mi kudretli devletti yemirildi. Xitay mı bir gün yemirildi o deydiğen bizden bir haklık davamız var. Bu davanı eğer biz doğru anlatsak bununla ümitsizlenmemiz lazım. Beşincisi şu teşkilatlar arasındaki hemkarlıkla küçültüşümüz lazım. Bu hafta bir işlerini kılışkıtırışıvatımız İstanbul'a devam verip birlikte faaliyetlerini kılıp Türkiye'de bunu kılışkıtırışıvatımız. Aynı birlik biz ittifaklık işçi de Türklerde hem de bizdeki yardım kılmazlık için bir bana çıkarış kıtırışıdı. Çok bazı yerlere basak sılda ittifaklık yok yani. Şunu biz kimge yardım kılımız deydi. Şunu biz bunu bu imajımızı bu tesiri bu nimemizde yoktuşumuz lazım. Yoktuş için birlik ittifaklık içinde buluşumuz lazım. Yedincisi halkara kanun. Bunun mesela Türkiye'de elbette Türkiye Xitay ile 1970 diplomatik münasebet. Bugünkü Xitay teritoriyasını Xitay'da kabul kılılık. Ama onun Türkiye onda bir kudretlik güçke egemez. Bunu mustakil kılpıran. Ama bizden bazı kanuni haklarımız var Xitay'da. Mesela autonomiya kanunu, ana tilda mağrib degendek malanı biz hukuki bazı haklarımızı Türkiye arkalı Xitay'a sözlettirsek bunu Türkler kızıkıdı. Bunu kılışımız lazım. Onundan keyin Türkiye'de en mühim yana bir kılışkı tegişlik neyse şu kitap tercümesi, onundan hüccetlik film, yani 90 milyon nüfusu var bir devlet hem de. Şuna bu hazırlıkımda sözlüse, makaliyası çıkadam okumaydı. Şuna bu içtimai taratkula, hüccetlik filmle bunu takımı güçlendirişimiz lazım. Mesela bu TikTok hemmeden içtimai taratkuda kürüdü Türkiye'de. En çok içtimai taratku işletken devletlerden biriyken Avrupa'da Türkiye. Şuna biz bununla güç çıkarışımız lazım. Teknikinin güçüden faydalanıp Türkiye'de davamızı anlatsak, Türkiye arkalık Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan bu yerler bilen yaman kuyuk hemkarlığı var Türkiye'ninki. Mesela Türk Devletler Teşkilatı Birliği var.
Bular bilen görüşüşümüz lazım. Bularga derdimizni anlatışımız lazım. Bulardan faydalansak bulup bu Azerbaycan'da biraz nayeti zor bir istaşlık vardı. O yani biraz Xitayga uzak olgaçka Kazakistan acayip ihtiyat kılıdı. Özbeklermiş o, Kırgızistanmış o, ama Azerbaycan'da bir nime baken hem de bizim bir şarait baken aşında yerlerde biz güçlendirişimiz lazım davanı da oylayman. Rahmet. Rahmat. Efendim, hakikaten hal kılgıçağımız üzümüz. Türkiye'deki Türk kardeşlerimiz mi? Мәңгі ташланы оқышқы бәк амрақ, ama onun içindeki mezmununu unutup kalır iştiklam. Aldanıp gidiyor. Aldanmaslık için biz işimiz gerek. Ben mikrofonunu alayım efendim. Endi Yaponiyada nimişlarni qila olamiz? Buni qisqacha bir o'zingizning ko'z qarashingizni aytib qo'ysangiz. Saat Mehmet efendim. Rahmat, men qisqa so'zlashga tirişay. Bu bir xalqaro yig'in bo'lgandan keyin xalqaro jamiyatda qanday bizning da'voni jonlantirish shu nuqtada biroz ko'z qarashimni o'tirib qo'yay dedim. Oldi bilan xalqaro jamiyatda bu da'voni kuchlantirishda Birlashgan Davlatlar chetga qarab qo'yilib bo'lmaydi deb o'ylayman. Abay paneldami Birlashgan Davlat yaxshi ish qilmaydi, Xitoylar u yerga singib kirdi. Bu inkap bu tashkilot 80 yildan uzun bir tarixi va tashkilot datlashib ketdi, cheriklashib ketdi degan gaplar bo'ldi. Ammo hozir bu Birlashgan Davlatdanmi bir a'zosi jiq, bir ta'siri kuchi cho'ng bir tashkilot yo'q. Shuni Birlashgan Davlatda yana bizning da'vorimiz davomli anglitishninki ahamiyati bor deb o'ylayman. 2 yilning oldida Birlashgan Davlatning kishilik huquq 3 yilning oldida doklad chiqqanda, o doklad xalqaro cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Shunga shu Birlashgan Davlat tashkilotida davomli bizning da'vorimizni anglitish muhim deb o'ylayman. Andin shu demokrat davlatlar o'xshash qimmat ko'z qarashi bor davlatlarni bu davlatlar shu Birlashgan Davlatda Uyg'ur masalasi to'g'risida birlashma bayonot chiqarish muhim deb o'ylayman. Necha yilning oldida bu birlashma bayonotlar jiq chiqqan chiqatdim. Hozir bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Bundaq birlashma bayonotlar yo'q hamda. Xalqaro sahnada bundaq to'xtab qolsa Uyg'ur da'vosi kun tartibdan chiqib qoladigan ehtimollik bor. Andin shu bizni qo'llayotgan davlatlar, bu davlatlardan birlashma bayonot hamda ishlarni chiqarishimiz lozim deb o'ylayman. Onundan sirt shu demokrat davlatlarningki qo'llashini qo'lga keltirish. Masalan, G7 deymiz, endi Yevropa Birligi deymiz. Birlashgan Davlatdan sirt rayon xarakterlik bundaq tashkilotlar bilan bu tashkilotlarga bizning da'vorimizni anglitishni aytdi, muhim deb o'ylayman. Masalan, G7ninki a'zolari Xitoy bilan kurashgan vaqtda bu davlatlarningki ministri bo'lsin, yo bo'lmasa tashqi ministrlar bo'lsin, prezidentlar bo'lsin, Uyg'urlarning masalasini o'sha Xi Jinpingga yuztirani o'tirib qo'yish degandek shunaqa narsalarni talab qilishimiz kerak deb o'ylayman. Andin jiq davlatlarda do'stlik guruhi bor. Hozir 10dan jiq deyman, do'stlik guruhi bor davlatlar. Bu Yaponiyadan bor. O'z turayotgan davlatlarda bu do'stlik guruhlar unumli ish qilyapti deb o'ylayman. Ammo bu davlatlar aro hamkorlik bormi deganda, masalan, Yaponiyada qila olgan ishni Germaniyada qilib bo'lamdi, Amerikada qilib bo'lamdi degandek shunaqa fikr almashtirish muhim deb o'ylayman. Bu da ochilgan bu IUF bizning yig'inimizmi, do'st parlament guruhisini, do'stlik guruhisini bir obyekt qilgan yig'in deb o'ylayman. Bu shu ahamiyatli yig'in deb o'ylayman. Masalan, hozir Taylandga muhojirlar yana xabar qiziq tema bo'lyapti. Bu masalada bu muhojirlarni vaqtliq Taylanddan chiqib chiqa oladigan davlat va ko'chmanlarni qabul qilmaydigan bir qism davlatlar bor. Ammo boshqa davlatlarni qabul qila oladigan davlatlar bor. Shu parlament do'stlik guruhininki bu hamkorlik orqali balkim Taylanddagi muhojirlarni qutqizishda bir muhim rol o'ynag'ili bo'lishi mumkin deb men shunday o'ylayman. Onundan sirt yana iqtisodiyotda turayotgan davlatlarningki majburiy emgak, sapray Chin ta'minlash zanjiridamda bu masalalarda Uyg'ur masalasini davomli o'tirib qo'yish va Xitoyninki Uyg'ur kishilik huquq
dafsanchilik qilgan amaldorlarni jazolash degandek qonunlarni o'tirib qo'yish. Yana bir samda unutib qolib bo'lmaydigan masala bo'lsa, biz bilan o'xshash taqdirdosh hamda Tibet, Mongol, Hong Kong, Tayvan degandek o'sha rayonninki tashkilotlar bilan hamkorlashishni kuchaytirishimizni aytmayman deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. O'tir efendim sizden qo'shimcha qilganingiz bormi bu vaqtda? Men felsefede bo'lgan ekan doim felsefadan gibi qilma nega basam shu, ya'ni shu nuqtada so'zlay. Biz davlatni va insonni tushunmadik, xato tushundik. Shu holimiz bu. Meningki xulos kalamim shu. Chunki bizning nashr qilgan kitoblarimizga qarasak, hikoya roman bekjiq, ammo davlat degan yoki davlatni qanday qurish, davlatni qanday boshqarish, davlatning qonuni, davlatning etikasi haqida bizda tuzuk bir asar yo'q ekan. Men Yaponiyada 20 yil mushu soat qildim. Men ilqi savdoyidek bir odamda, yani mushu temiga kirishib qolibdi menda. Doktorlik mushu temada oldim. Men bu yerda bir odamni misol keltiray. Amerikani qurgan agar bir faylasuf bor desa kelsa, u odamning ismi John Locke. John Locke bo'lmagan bo'lsa, Amerika qurilmagan bo'ladi. Ya'ni Amerikaning shu ayni vaqtga asosiy qonunni tuzgan Franklin, Jefferson deganlar har ikkilisi shu John Locke'ning kitobidan, ya'ni hukumat haqida ikki risola degan kitobidan jumlani aniq Amerikaning mustaqillik xitobnomasiga olgan ekanda. Ya'ni demakchi, biz Amerikaning qurilishining ma'nosini ya tushunmadik. Ya Fransiyadagi namoyishning ma'nosini tushunmadik. Yoki Mayaqdagi Gitlerninki nima uchun mag'lub bo'lganligini sababini tushunmadik. Biz davlatni shundoq oddiy o'ylab qoldikki, ammo g'arbliklar bu davlat deganni xuddi suvni tadqiqlagandek, suv turibdi-ku, shu suvni tadqiqlagandek har bir hujayragicha tadqiq qilgan g'arbliklar-chi. Hozir Germaniyada turibmiz. Germaniyada faylasuflardan yuzlab o'tgan podshosi, falsafaning podshosi Hegel ham Michelik. Men demakchi, biz davlatni tushunmaganligimiz tufaylidan davlatsiz qoldik. Abi men mangu tashlar haqida so'zladim. Mangu tashlardagi prinsiplarni, mangu tashlardagi davlatchilik falsafasi va etikasini haqiqiy ma'noda tushunmagan bo'lsak, biz bechoralarcha mundaq temalarni abgolacha muloyiza qilib o'tamagan bo'lardik. G'arbliklar aql, ya'ni aql deydi. Yani g'arbda ikki xil iqim bor. Yevropa umuman aqlchilik, ya'ni ratsionalizmni asosiy prinsip qildi. Mayli German bo'lsin, mayli Fransuz bo'lsin, mayli Ingliz bo'lsin, bu üç millat aqliy millatda, ya'ni falsafadagi aqlchilikni tashabbus qilgan, davlatni aql bilan boshqarishni tashabbus qilgan asosiy millatlar bunu atrofimizdagi millatlar hozir jo'g'rafiya jihati qaragan vaqtimizda. Umuman vaqtimizda biz Yevropaninki davlat boshqarishdagi tadqiqotini, davlatning mohiyat tadqiqotlarini cho'qim oldi bilan Uyg'urcha, Uyg'ur tilida tushunishimiz va tushuntirishimiz kerak. Biz umuman davlat haqida savodsiz. Men eg'raytay, o'ltagan har birisimiz balki davlat haqida savodsiz. Shunlashqimi biz qutatib birlikda xato tushundik. Baxt keltiradigan bilimning kitobi emas u. Qut deganning ma'nosi davlat degan gap. Yusuf Hasajib kitobimizga vaqtda baxtli bo'lsa degan kitob emas u. Davlat deganni manda qursa degan kitob. Shuning uchun uning muqaddimasidan tortib oxirigacha shoh degan manda bo'ladi, vazir degan manda bo'ladi, askar boshliq degan manda bo'ladi, tashqi ishlar ministri, diplomat degan manda bo'ladi, shoir degan manda bo'ladi, doktor degan manda bo'ladi. Bir davlatninki ichidagi har qaysi qatlamlarni Yusuf Hasajib o'z zamonida voyaga yetkazib yozganki, Chingizxon zamonasida Mo'ng'ullar hatto buningga chidab bo'lolmay Xulosalasini Qutatubilik Chingizxoni deb yozgan ekan. Ya'ni Mo'ng'ullar ham ko'zatgan tariximiz bor. Demakchi men gapni xulosalay. Biz Uyg'urlar cho'qim o'zimizning asli tarixdagi saltanatimizni qadrlash uchun cho'qim davlat temasiga astoydil kirishimiz kerak.
buni tushunmay turib buni qo'lga keltirish mumkin emas. Tasodifiy qo'lga kelgan taqdirdami u davlat uzoq qolmaydi. Sizni tamom, rahmat. Rahmat. Endi Qalbnur xonim va Andil efendim sizlar Yevropada bu vaqt sizlarninki qisqa bir nimani alaylik, undan keyin xulosalab ko'pchilikdan bir savol javob bo'lsa elib tugatsak. Men faqatla qo'shib chiqsam, biz bu davoni ilgari surish uchun yana desam yana shu qat'iy to'xtab qolmasligimiz kerak. Texmi mustahkam, maydonimizni texmi mustahkam qilib, davomli ilgari surishimiz kerak. Buning bilan birga biz ana tilimizni texmi kuchlantirishimiz kerak. Bu bek muhim. Men o'zim jazo lageri shahid bo'lish sifatim bilan ham vatanda Urumshar Sayvaq rayoni 24 boshlang'ich maktabda 30 ga yaqin Xitoy tili dars o'qituvchi bo'ldim. Ammo har soat kirib darsim birinchi so'zlaydigan so'zim nima? Oldi bilan o'zingning ona tilini pishiq o'rgan. Ana tilingni pishiq o'rgansang, boshqasini o'rgana olaysan degan ta'kidlaydim men. Har doimlam. Shuning uchun Xitoyning birdan bir orzusi nima? Bir millatni yo'qotish uchun oldi bilan uning tiliga chaqil tilni yo'qot degan an'anasi bor Xitoyningki falsafasidan. Demak, Xitoy ashuni qilyotidi, ham qildi, amalga oshadi hozir. Qarab baqaylik, men 10 yil bizning farzandlarimizning yasidan, maktablarda Uyg'urcha gaplatamdi. Yo'q, unutib ketdik qat'ilam. Xitoylashib ketdi. Shuning uchun biz Yevropada eng qila oladiganimiz, mayli Amerika, mayli Turkiyada bo'lsin, ana til maktablari bor. Biz buni texmi kuchlantirishimiz kerak. Texmi yoshlarga, yana eng muhimi bizning o'zimizning an'anamizni, madaniyatimizni, mashrablarimizni, muqomlarimizni, sozandlarimizni kuchlantirishimiz kerak. Keyingi avlodlarga buni qoldirish uchun buni ham kuch chiqarish kerak. Rahmat. Rahmat. Men o'xshash ko'z qarashda Yevropada ana tuproqimizdan jiroq diyorlarda bizning eng muhim qilgan faoliyatlarimizdanki ko'rishimizning birisi milliy kimligimizni saqlab qolish, chunki avlodlarimiz bu yerda tug'ilyotdi, cho'ng bo'lyotdi. Boshqa bir tilda undan keyin masalan Germaniyada Uyg'ur jamoatchiligi jiqdaymiz, Gollandiyada jiqdaymiz, ammo boshqa ko'chma millatlar qaraganda biz oz, hammasi qaraganda. Boshqalar masalan Shveysariyada 100 minglab Türkçe so'zlaydigan Turkiyalik Türk qarindoshlar va 200 mingdan ortiq Alban, Kosovo albanlik kishilar bor. Ya'ni bularningki sharoiti bizga qaraganda milliy kimligini saqlash sharoiti va davlatlarga berib kelaydi. Ko'p qulay. Bizningki haqiqatan eng cho'ng boshqa turadigan ishimiz milliy kimligimizni saqlab qolish, dinimiz va tilimiz. Xitoyning hapilishayotgan narsa kimligimiz, shu milliy kimligimizni yo'qotish bilan nima qilyotdi. Undan keyin tashkilotlarga tushadigan vazifa haqiqatan bayotimi dedik, uning har davlatda turayotgan, Yevropa davlatlarida turayotgan tashkilotlar o'z oldiga nihoyat yaxshi faoliyatlarni qilyotdi, ammo biz hamkorlashib taxmi cho'ng 2018'lardikidek, uning oldikendikidek markazlik faoliyatlarni qilishimiz kerak, chunki bu biroz suslashib qoldi. Hatto tungan bir qisqa nimani berdik, taklifni. Buni keyingi oldimiz kunlarda so'zlashimiz, maslahatlashimiz edi. Urumchi qirg'inchiligininki 5-yil yaqinlashib kelyapti. Masalan, u kunlarda bir shaharda to'plashib turib, shunday bir biroz ta'sir qo'zg'aydigan bir faoliyat namoyish bilamdi, uningga o'xshash masala. Ammo her teşkilatlarının özelliği ve hizmet nizamnameleri var. Onun için birleşip niyemimizde aktifçilikimizi güçlendirişimiz gerek. Çünkü Avrupa'da bunun şeraitimiz var. Hemen bunu bilimiz. Bu yerde bir çeklimi yok. Biz müşterinin kanunu bu için manganda bizge hakikaten köp kolaylıklar var. Köpçülük rahmet. Rahmet. Ben mesela köz karşına durup koysam, bayam dep öttük. Xitay bizni her yerde putqulimizni bağlab, Xitoyga qarshi harakat qilmaslik qilish uchun qo'ldan kelishicha tirishchilikni ko'rsatadi, suiqasd qilyotdi. Shu oldi bilan Xitoyninki shu bizni qamal qilishdan qutulishimiz kerak. Bu nima deganda, shu tor bexatarlikdan qutulishimiz kerak. Tor bexatar. Mesela biz nurg'un Uyg'urlarga qaraymiz, Xitoyga qarshi tug'an bosma undidarini ishlatayotganligini ko'ryapman. WeChat ishlatadi. WeChat ve Douyin işletmesimiz gerek. Bu biz Xitoy bizni kuzatib turadigan nihoyatda bir jasuslik detali. Yani onun onaga mumkin bo'lsa signal bo'lamdi yoki WhatsApp bo'lamdi,
işletishimiz kerak. Agar vatan bilan aloqa qilishadigan chuqur ishlatmasak bo'lmaydigan bo'lsa, telefonni ayritish kerak. Ayrim bir telefon qilib, uningda bizningki qarindoshlarimizningki aloqa telefoni bo'lmagan, telefon nomeri bo'lmagan, Xitoy biznesi alay desem alamaydigan holatga ekilishimiz kerak. Bu bek muhim. Onundan keyin Xitoy bizni har xil usullar bilan tahdid solgan vaqtida biz yashayotgan davlatlarninki shu aloqador organlar bilan hamkorlashishimiz kerak. Xitoyninki bergan narsasini biz xotirlab olib, ovoz qilib, video qilib aloqador organlarga berishimiz kerak. Ular orqali Xitoyninki nimasini pash qilishimiz kerak. Ularga deyishimiz kerak. Seninki narsani olib oldim. Bundan keyin buni muxbirlarga, hukumat organlariga men berme pash qilaman. Seninki chegara alqab meni bostirishingga yo'l qo'ymayman deb deyalishimiz kerak. Bu ikkinchi bir ahvol. Ondan keyin Xitoyning tashviqotiga aldanmay, amal bor, biz Uyg'urlar, mujoratga Uyg'urlar bir-birimiz bilan bo'lgan munosabatni nayt yaxshi tutishtirishimiz kerak. Bir qarindoshimiz bilan berib kepto masalan bir ish bo'libdi degan vaqtida tabii ki onu ogohlantirishimiz kerak. Sen beribsa nima ko'rding, nima nes qilding deb ularni paranglashib, onunki yana bir qatam Xitoyninki tuzga tushishini oldini olishimiz kerak. Xitoy bizning mujoratga Uyg'urlarni talashyotdi. O'zini yeniga tortyotdi. Biz tabii ki shu oldingi sabtda Xitoyga qarshi kurash qilganlar bo'lsa, uni uch qashqari ayplash kerak. Normal bir puhra bağını bilsek, onu texmi Xitoyning qo'yniga ishlamay, amal bor onu Xitoyga berishga, Xitoy uchun ishlashini oldin tutishimiz kerak. Boshqa amalimiz yo'q. Onun keyin media bayam erkin kam dedi, ijtimoiy taratqular, ulardan aktiv foydalanib, o'zimizningki madaniyatini, kimligimizni, Uyg'urlar yo'l qo'ygan zulmni keng shaklda tashviq qilishimiz kerak. Biz teşvikata ne kadar aktif olsak, bizler bile hareket kılayotganlarmı o kadar aktif bir şekilde bizni kollaydı. Ondan keyin başka teşkilatlar şu lobicilik hareketine vay yetkizip yaxshi qila olishimiz kerak. Bu odatli bir hareket emas. Bunu qilish uchun teşkilatlar ara o'zaro bir hamkorlashib, lobicilik qanday qilindi, uni qaysi shaklda qanday qilamiz, en unumli qilish uchun nimani qilishimiz kerak, bu vaqtida o'zaro o'rganishimiz kerak. Olmaz bir kimden berip körüşüp kıyıplam, ahirde unutup kaldıgan, berip körüşüp nim deyğanlığımızın bilmeydiğen teşkilat rehberlerine ben cık köydüm. Bir kimden berip körüşüp resim çıkıp koyganlarla lobici olmaydı o. Onun bir arxiv buluş gerek, kimlen kandak körüşümüz, nimin deyimiz, o adamın berişten burun karakterini mesela de tercümalını, nimi kıskıdığan, nimin yaxşı kördüğan, nimin yaman kördüğanlığını biraz sürüştürüp onundan keyin berip kılışımız gerek bu işlerini. Bir teşkilatta en az yani 3 kişilik, 5 kişilik bir heyet buluş gerek. Teşkilatta bir adamla berip körüşüp, o adam ülep kesse, ya o vazifesinden ayrılsa, o lobiyecek işleri to'xtab kaldığı işler var. Şu işlerimizin devamlılık buluşu için biraz başkalar kandak kılıptı bu işlerini öğrenişimiz gerek de böyleyme. Onun ki bizden hemkarlı çıkan devletler var. Xitoyning parchalanishini istaydigan, Xitoy parchalansa hem aşı devletler için hem dünya için tinchlik bir muhit barpo qilinishga erishishadigan devletler var. Bular bilan biz sistemlik bir şekilde hamkorlashishimiz, Uyg'urlar agar mustaqil bo'lsa, sizlar uchun mesela mandaq foydasi bor. Shuni bizni qo'llashinglar kerak degan bir holatni shakllantirishimiz kerak. Yana birisiga hamma ish odam omil bak muhim. Yani işine ehlik berishimiz gerek. Yani bir işini Ahmet mi kılalaydı, Samet mi kılalaydı, Davut mu kılalaydı demez. İşini tamam kılalish mümkün ama en yaxshi qiladigan adam kim? Yani onu izlep tepip, yenimizni tatip, işimizdeki muvaffaqiyatli bo'lish uchun bu teşkilatlar çokum işine ehlik berish, noç adamlarni amal va qo'lga keltirishga biraz diqqat qilsak, bizning ishlarimiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Aldığımızda yana bir 15 minut, 17 minut vaqt var. Biz unutup qalgan, bizning kam so'zlab qolgan taraflarimiz bo'lsa, to'liqlaydigan yoki savol so'raydigan qarindoshlar bo'lsa, har bir qarindishimizdan bir 1-2 minutdan savol sorsak bo'ldi. Mutallib efendim.
Assalomu alaykum. Rahmat, nati obdan paranlı qıldık. Mening savolim Muxtar efendimga, doktor Muxtar efendim. Ma o davlatchilikning muhim ekanligini deb o'tdi. Ham shu davlatchilik savodimizni qanday chiqiramiz deb so'ramoqchiman. Avvaliga tarixiy kitoblarni deb o'tdingiz. Qutat Qublik, anandiki menchilqi O'g'iznoma yaxshi kitobku deyman. Buni qanday qilib o'qimda qanday qilib chiqiramiz savodimizni shuni. Men sizlarga yaxshi bir misol keltirish. Biz mo Yapondagi atrofimizdagi filosoflarga qo'ygandan keyin menda bir misol keltirdi. Bir homildor ayol ko'chaga chiqsa, u homildor ayolga ko'rindigini ko'chada faqat homildor ayollar ko'rdi ekanda. Hangi men shuni anlamadim. Ya'ni mavi taraf ni qandaq bo'lsa, faqat shuni ko'rdi ekanda. Bu odamningki mahiyetlik bir taraf ekanda. Sualning asosiga qaytaylik. Qandaq qilsak davlatchilikdan savodimiz chiqadi degan masala. Men mushuni degizish uchun men sizlarga qattiq ig'irga qildim-da. Men Yaponda shu hamda. Ig'irga qildik odam. Haqiqatan Yapondagi Uyg'urlarmi buni ko'nib ketdi. Bularning bir qismlari allaqachon buni yo'liga kirib bo'lalikda, ya'ni rasmiy davlat quradigan bir o'g'inish kirgilikda. Yani hem de bunu so'rashdan burun bu Germanlar qanday qilgan bo'g'iydi, Fransuzlar qanday qilgan bo'g'iydi, yoki inglizlar qanday qilgan bo'g'iydi, Yahudilar qanday qilgan bo'g'iydi. Bular qarab baqsak bek ko'payya hamdi. Yani bu savodimizni chiqarish uchun avval davlatning nimaligi haqidagi asosiy va ul tadqiqotga murojaat qilish zarur hamdi. Biz men davlatni mandaq o'ylayman emas. U siz o'ylayotganingiz u balkim xam xiyol yoki xato narsa bo'lishi mumkin-da. Bu haqda G'arbninki yoki Sharqninki klassik asarlari bor. Bu haqda nayati inchikilab, ya'ni klassik asarlar analiz etib berish kerak. Mayli Yaponda bo'lsin, mayli Germanda bo'lsin, bu klassik asarlarninki o'rganishi universitetlarda asosiy ma'rifatninki eng asosida hamdi. Ya'ni nega bo'lsa universitetning hammasi deydi, masalan Platon'un gayudiyatini okuqluq. Abdülkadir Celal'ın o kitabını tercüme kılıqlık ama biz hazır kadar gayudiyat degan kitapның ma'nisini tushunish haqida bir haqiqatan bir ilmiy muhokama yapmadik da. Savodni miyadan boshlaymiz aslida-chu. Men o'qib baqdim deb bir son qo'l ko'taringlar, shundan men savol so'ray. Birdan munozara qilishga men tayyor har qachon. Bu birinchisi. Ikkinchidan Platon degan ash davlat degan rost davlatmi degan. U davlatning ichiga kirgandan nurg'un ko'zdaklar ko'rindi hamdi. Buning orasida bir odam boshqargan tuzum, bir qismlar boshqargan tuzum, shundaqlar hammadan boshqargan tuzumni ayirdi-chu. Demakchi men Platonning davlatini o'qib baqsak, birinchi qism birinchi bo'sig'is bu yerdan kiramiz. Endi ikkinchisini qarasak, Aristotel Platonning davlatini tanqid qildi hamdi. Qaysi ras meselesi emas bu yerda-chu. Ya'ni falsafa tarixi, davlatchilik tarixi, izchil tanqid tarixi, izchil olg'ilgash tarixidan iborat. Bunun to'g'ri javob bormi degan vaqtda balkim yo'q. Amerikaning Amerika davlat formasi, Fransiyaning Fransiyacha yoki Germanning Germancha javobi chiqdi. Ammo hozirgi masala Uyg'urning Uyg'urcha javobini tepish uchun cho'qim biz Uyg'urning davlatchilik o'rganishini, tadqiqotini başlaşmamız gerek. Men bir rahmat. Rahmat. Aziz efendim. Mağnay təsir qığını tünün keçdi gördüm. BBC-ninki Dünya xəbərində Tayland'dakı iki qarindişimiz 11 yıl türmədə qiynab durub tüngün ölüm cəzası hökm qıldı. Nəhayət pərişan qılğan bu məsələ. Yəni onun düşkən inkaslarda bir Uyğurun qarşılıq göstərgəni yox. Həmmisi yazılan inkaslar bular əsli terrorist millət. Bu Uyğurlarni müştaq cəza lagerlərə sorab, qırğın qılıb müştaq qılğan haqq bularga.
bir Uyg'urni chiqib inkor qaytargani yo'q. Biz nima ish qilyapmiz? Mening deyotganim bu yerdan ta'kidlayotdi. Biz ma savchanimiz nayt yaxshi dedi. O bu davoni, bu kurashni, bu harakatni vatan kiramidik. Xitoy kuchlandi, tamam. Bizning majburiyatimiz dunyoga, cho'ng medialarga buni tashviq qilish, tushuntirish. Bu bizning majburiyatimiz. İkincisi, o Muhtar Efendi'ninki davlatchilik masalasi, Uyg'ur davlatchilik masalasiga so'zimni qisqa qilishga tirishay. 2011-yil men Mong'oliyadagi Orxun vodisidagi Uyg'ur davlatiniki orada baliq 5 baliq ziyoratga bordim. Bir hafta turdik shu yerda. Keyin men bir kitob yozdim. Kitobning oxirisida o kitobning ismi Donay daryosining Orxun bo'yidagi safar. O kitobni yozgani 14 yil bo'libdi. Shu kitobninki eng oxirida 300 bet qarasangiz 8 turli taklifim bor. Uyg'ur davlatchiligi to'g'risida. Qachonki xuddi Makkaga biz haj tavaf qilib shuni ulug' bilgan o'xshash, agar biz bir davlatchi shakllantiramiz, Uyg'urlar davlat yangi shakllantirsak, Uyg'ur davlatidagi yaratgan saltanatlari, davlatchiligi hech bo'lmaganda bugungi kunda shu Mo'ng'ollarningki at kala qo'y qotni aylanib ketdi. Hatto sepillarningki sepillar izlarini ko'rgili bo'lmaydi. Onundan 80 kilometr şimalda Tika Türkiye'nin şunda bilgi qağanның şunda saraylarını sevip qıbatken. Ya yol mu yok? Taşlandık. Şu teklifini bergen. Hiç bo'lmaganda bir yıl, 2 yılda bir Uyghur yaşlarını eveteyli, üməklərini eveteyli, ballar köysün, tariximizni bilsin. Benim sözüm tüydü, rahmet. Assalomu alaykum Mehmonlar. Mening ismim anlatimda. Assalomu alaykum Mehmonlar. Mening ismim Baxtshot bo'ldi. Men Qozog'istondan kelgan. Menda bir savolim bor-ku. O'zinglar bilsizlar, bizda Qozog'istonda bizning ma'rif sohasida bo'lsin, madaniyatimizni saqlab qelish, til saqlab kelishda bizning Qozog'iston davlati ko'p kuch yordam beryapti bizga. Ko'plagan ishlarni ipmayapti. Shuning ichida bizning yozuvchi shaharlarimizning kitoblari ko'p. Ta SSR, o'sha Sovet vaqtidan boshlab hozir davrgacha bizniki yozuvchi shaharlarimiz kitoblarini ip chiqyapti. Biroq bizniki endi burungi yashangan aqlarimiz уже qiyinlik sababdan kitoblar hamsi to'plaganda уже arxivlarni to'plangan shkaflarga yetib qoldi. Yoshlarimiz kitoblarni o'qimayapti. Shuning o'zida bizniki ko'plagan kitoblarimiz burundan chiqayotgan kitoblar, hozir kitoblar bizda to'plamda qilib qo'yadi. Shuning o'zida bizda Qozog'istonga bir muncha mutaxassislar kelib, bizniki kon kitoblarimizni o'g'irlash orqali, setverish orqali kitoblarimizni ip yo'qotib ketib bordi-ku. Hozir kitoblar yo'q. Kitob yo'q degan so'ng aytganda bizning tilimiz yo'qaydi, madaniyatimiz yo'qaydi. Shu kitoblarni saqlab qolish uchun bir arxiv bormi? Bir arxiv yasashdan bir nimalar bormi? Planlar bormi kelajakka? Mening savolim shu. Agar arxiv bo'lmasa, elektron to'plamga yig'ish bir ishlar bormi? Agar bo'lsa, biz Qozog'istondan nurg'ulg'an kitoblarni avatsak, misha to'plasak. Bizim nimada muajiratda 3-4 elektronik kitap torbatları var. Ular Uyg'ur kitaplarını yığıvatıdı. Uyg'ur kitap, onu aşına okşaş bir 3-4 torbat var. Aşılar evetip esanlar, ular torbat koydu. Yakımız bizle alaqa sanım oldu. Dünya Avrupa ile. Bizim medeniyet komitetimiz onu yığısı buldu. Yeni şirket komitetimiz var. Onu kılalayımız. Rahmet. Başka suallar var mı? Endi men bir narsani to'xtab qo'yib qo'yildim. Davlatchilik deganda biz davlatimizdan ayrilib qolg'ili hamda eng oxiri 44-yili qurilgan Sharq Turkiston davlatimizdan ayrilib qolg'ilimi 77 yil bo'lib qolibdi. 49-yilda yig'ilgan bo'lsa. Endi davlat qurish uchun boshqa millatlar qanday davlat qurdi? O'sha mustamlikaga yo'liqqan millatlar, masalan, Yahudilar bo'lsin, Bosniyaliklar olsun, Kosova olsun, yana başka mesela ular qanday davlat qurdi? Buni tadqiq qilishimiz kerak. Masalan, addisi Yahudilarga biraz o'xshab ketadi bizningki ahvolimiz. Yahudilar bilasizlar 1947-yilda davlat qurdi. Davlat qurishdan 51 yil burun qanday davlat quramiz? Davlatni nerede quramiz? Bunun mayit qandaq bo'ldi deb 1896-yili Theodor Herzl degan odam Yahudi davlatidagi kitobni yozdi.
bir ideologiya yaratıdı. Onundan burun Yahudilar mesela deyli Afrikada devlet kurumuz, pulluğa zimin setip elip, ya olmasa Janubiy Amerikada devlet kurumuz dep ayna degan. Ondan keyin o yerda qursak Yahudilarni qanday apiramiz? Apag'il bo'lmaydi deb o ideya qabul qilinmagan. Demak, Yahudi devleti qurilishidan 51 yil burun bir ideologiya o'tirib qo'yilgan. Yahudi devleti qanday bo'lish kerak? Uning bayrog'i sızılgan hozir İsrailning bayrog'i. Shuna o'xshash biz Uyg'urlarmi bir ideologiya yaratishimiz kerak. Uyg'ur devleti zaten qanday bir devlet bo'ladi? Buni qanday quramiz? Buni ziyolilar buni kuch chiqarib bir ideologiya, o'zimizga xos bir ideologiya yaratishimiz kerak. Yani ortak akıl bilen bir milli ideologiya bo'lishi kerak bu bir. İkincisi biz kelgusida yaşamakçı bo'lgan devletimizning bir modeli qanday bir devlet bo'ldi? Buni aniq xalqqa bildirishimiz kerak. Hem demokratik devletler qo'llaydigan, hem bizning vatandagi Uyg'urlar, vatan sirdagi Uyg'urlar hammasi yaxshi ko'radigan bir modelni o'tirib qo'yishimiz kerak. Onundan başka bu narsani qilish uchun avvalan ehtiyojli adamiy yetishtirishimiz kerak. Yoshlarni yetishtirishimiz bek muhim. İhtiyacı sağladığı teşkilatlarını kuruşumuz gerek. Teşkilatlar yeterli emas. Teşkilatlar bek çıkıp ketdiymiz ama hakik iş kıldığan kabil teşkilatlar az. Şu 1896 yılı Yahudilarınki 1200 teşkilat var kendik. 1200. Bizning teşkilatımız az. Ama mesela məxsus ayarlarının işini qılan teşkilat, məxsus balaların işini teşkilat, məxsus kişilərinki mesela psixik məsələlərini qılğan teşkilat, teşkilatların tərbiyələyən teşkilat. Ya onun türü bək jiq. Deməkçi məxsuslaşqan, kəsbiləşkən teşkilatlarını quruşumuz gerek. Oxşaş iş qılğan teşkilat emas da. Yani birisi bir işini qatqan bolğan bolsa, o sahəni o toldurubdu. Biz başqa boş sahəni toldurğan teşkilatlarını quruşumuz gerek. Bu mühim. Onundan keyin mevcut teşkilatlarını kesbileştirişimiz gerek. Qaysi teşkilat qaysi işini yaxşı qıla alsa, sən işini davamlaşdı, başqa işə aralashmay, aş işte ən noçu bol. Seni qollayılı deb o şekilde qilishimiz gerek. Onundan keyin teşkilat rəhbərlərini siyaset ve lobicilik haqqında tərbiyələşimiz gerek. Bayan degəndəkidək, xalqara siyaset nimo, lobicilik nimo. Yani bunu bizim teşkilat rəhbərlərimizin köpüncüsü yaxşı düşənməydi. Yani bu vaxtda tərbiyələşə ehtiyacımız var. Onundan keyin biz yardım qatqan devletler qaysi devletler? Mesela Yaponiya, Hindistan, Amerika, Avrupa İttifaqı qator devletler var. Bu devletlerle qanday hamkorlashimiz? Çünkü hammasının xarakter bir-birinden biraz farqlandı. Hammasi o'xshash muomala qilolmaydi. Bunun qarta bir manba bo'lish, tadqiqot bo'lishi kerak. Ondan keyin moliya manbasini qanday hal qilamiz? İchki moliya manbasini qanday qilamiz? Uyg'urlarni qanday pul to'playmiz masalanda? Uyg'urlar yardım qilgan devletlerden qanday iqtisodiy yardım alamiz? Bu mu biz tadqiq qilish tegishli muhim bir ish. Qolgan ishlar, bu ishlarni hal qilsak, hamma ish hal bo'ldi. Demakchi o'g'lim, biz biraz ish qilishni o'rgansak, Uyg'urlar, bular chet eldagi Xitoyga qarshi ish qilayotgan, qarshi turgan Uyg'urlar biraz kasbiyroq ish qilishni o'rgansak, bizning millat, bizning aqimizda agishidi. Xitoy tarafdan ketmeydi, dava mesela herkes suslaşmaydı. Yani biz qılalaydigan işlerin köpüncüsünü qılalaymiz. Yani bizde ilham ümit var. Çünkü Xitoy bilen Amerika olsun, G'arb devletleri olsun bir raqobatda. Ya Xitoy bitirib turdi, ya olmasa Amerika boshqa devletler bitirib turdi. Bizning düşmanımızın düşmanı hozircha bizning do'stimiz. Şuna biz Xitoyning yemirilishiga her jihatdan tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizning davlatini quralaydigan bir sistem barpo qilishimiz kerak. O chaqda biz ko'zlagan maqsadga yetamiz deb o'ylayman. Boshqa savollar Meni bir so'ralim bor. Meni bir savol so'rataymi? Gap qilmaganlar bir gap baqsida. Meningki endi savol emas. Bir amaliy bir misol, bir harakat, ya'ni ahvol deymiz-ku. Biz hozir shu Uyg'ur xalqaro Uyg'ur munbiri deb hozir 3 qatam bu qatam 3-chi qatamligi, uning oldida 2-chi qatam bo'lgan, Belgiyada birinchisi, Yaponiyada ikkinchisi. Ham o vaqtda 2-chi qatamliq Uyg'ur hozir masalan biz abayatni dedik-ku, muhtara efendim davlatchilik qurish haqida so'zildi. Ma ag'inimiz davlat qurish haqida, qanday suvat tutish haqida savol so'radi.
endi keyingi qitimda masalan hozir nurg'un yana iqtisodiy ahvol deymiz, Uyg'urlarningki o'zimizni tarbiyalash, tashkillashlik haqida nihoyatda fikrlar, yaxshi ideyalar o'tirib qo'yildi. Endi bu masala mushu yig'in faoliyat tugagandan keyin mishada qolamdi. Ondan keyin 4-chi qitimli xalqaro Uyg'ur munbirda yana mushu gaplarni damduq yoki 3-chi qitimli xalqaro Uyg'ur munbirda degan gaplarni shu 4-chi qitimli xalqaro Uyg'ur munbirda qanchalik ijro qilib, u gaplar qilinib qanchalik qadamlarni oldik, qanchalik real ishlarni qila oldik. Mush yoqda bir degan gapimizningki ijro bo'linishidan pirsant qanchalik mush yoqda bir boshqa turib baqsaq yaxshi deb o'ylayman. Balkim bu gaplarni 2-chi qitimli xalqaro Uyg'ur munbirida deyilgan bo'lishi mumkin, ammo hozir 1 yil 2 yil o'tdi. Bu vaqtda biz shu gaplar deyilgan bo'lsa qanchalik qila oldik? Buningki javobi yoki savol so'roqi bormi yo'qmi? 4-chi qitimda qanchalik qila olamiz? Buni qanday kim hisob oldi yoki qanday bir mushaqda bir o'ylashib baqqan bo'lsak, menimcha qilgan ishimizningki natijasi nega bo'ldi? Qay gapni qildik? Nimni qila oldik? Mushaqda farq aniq bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchi degan gapim, bu yerda biz ota-ona, bolalarimiz va cho'ng kichikdaymiz. Hamda mishada o'zimizningki bolalari qanchalik hammamiz ketamiz, gapni o'chiga o'limiz. Ammo biz o'lgandan keyin, ketgandan keyin yoki bizning bolalarimiz bu bizning oqimizdan, bizning izimizdan ma'lumdi. Yoki bolalarimiz Yevropalik bo'lib, Turkiyalik bo'lib, Yaponilik bo'lib, o'zining ona tilini madaniyatini unutib ma'lumdi, yoki Uyg'ur bo'lib yashamdi, bu da'voga ega chiqamdi, bizning qo'limizdan bu ishni olamdi. Buni qanchalik qila oldik oilada, bolalarimizga qanchalik bir tarbiya qila oldik, men bilmayman endi, lekin mush bolalarimizga bir ching tutib, mush ahvolni, mushu yo'lni, yangi og'amchini biralisak yaxshi deb o'ylayman. Shunga endi hozir qaragan bo'lsak, Uyg'ur davosida biz hammamiz kurashdik, nechilik namoyishlarni qildik, faoliyatlarni qildik, ammo mush o'rtoqlarning ichida farzandlarimizni elib, enimizda turib, siyosiy faoliyatlarda, namoyishlarda qila oldikmi? Masalan, bu qanchalik bo'ldi? Buni bilmaymiz. Shunga mushni hammamiz bir o'ylashib boqqan bo'lsak, men farzandimga nimni bera olayman, nimni qila olayman, bu ishni ma'lumotmandu, mushnoqni o'ylashib boqqan bo'lsak, rahmat. Ben bir cümle qo'shib qo'ymoqchi-da. Bu şu davlatchilik masalasida anlattı. Hakikaten dünyada en qiyin ish davlat qurish hamda. Uni hammamiz bilamiz. Oson ish emas u. Şu anda bu davlat qurish uchun mushu yoshlarga Uyg'urning davlat qura oladiganligiga bo'lgan ishonchisini oshirishimiz lozim. Mesela Türkiye'de cho'ng bo'lgan bolalarga bir ders verdim. Bana şu sualını sordu, bana pek tesir kıldı o. Dedi ki müellim dedi bu Türkler devlet kuruş için neçe milyon can berip diken işte Sakarya uruşu, o uruş, bu uruş dep. Uygurlar tarihte aynı cidel kılmagan mı, aynı uruş kılmagan mı dedi. Şimdi bizden tarih kitaplarımızını okusak, hadi unçulular yok hem de onu kabul kılışımız lazım da. Şunalık Uygurlardaki bu devlet kuruş işencesini artırış için bir iki yıl tarih kitabımız oluşu lazım. Birisi resmi tarih. Her devlette bir resmi tarih oldu, bir popüler tarih oldu. O popüler tarih hem de müziğe karab yazdı onu. Birisi Uygurlar özü tarih bir komitet kurup şula tarihçilerin tasdiqidan ötken Uygur milliyetçiliğine asas kılgan. Manda bir kitabımız olsa yaşlarga okusak bunu burun Dünya Uygur Kurultayı'nın jığılları da mıcık mütehassislerin de tekliflerini koygan. Bu nem kaldı ama kılış asan emez ama bunu kılışımız lazım. Bir ikincisi diasporanı güçlendirişimiz lazım. Yani o bir edebiyatsız tıl olmaydı, tılsız edebiyat olmaydı. Mesela biz hazır ben ötkende bir makal yazış için nem kıldım. Çettelde hazır şiir. Burun da köp şiir yazılıp diken. Hazır roman yazılıp da, tiyatro yazılıp da, hikaye yazılıp da, bütün edebiyat türleri çetelde yazılıvatıdı. Bir çetelde edebiyatımızı şekillendir. Diaspora Uygur edebiyatı da bir edebiyat şekillenivatıdı. Bunu kollaşımız lazım. Mesela bunu kollaş için ne makalımız? Neşriyatçılık terakki kılışı lazım. 2014-15'lerde Teklemakan Uygur Neşriyatı'nın sahibi mi oturup da nurgun neşriyat açıldı Türkiye'de. Nayet yakşı güçlendi.
Uygurlarda o kitap elip bunda kitap yazgan adamını bir kollap koyay deydigan o kültür bulmagaçka bizde o aciz boğaçka kitapxanalarımız ülüvatıdı. Bunu kanda tırıldırımız. Bir şiir yazsa, edebiyat yazsa o kitap yayılışı lazım bütün dünyadaki Uygurlar arasında. Torla arkalık olsun, neler arkalık olsun. Şuna benim demekçi oğlum, diasporanı güçlendirsek çeteldeki Uygurlar. Biz bu diaspora sözünü işleteyle atalgısını. Muhaciretteki Uygurlar deyimiz ama cık bizdeki milletler ama diaspora bir kadimki Rumçı, Yunançı bir gep, Girikçe. Şu siyasi manisi mi bağ onun çoğuluğu çetelge çıketken ama zorla bir milletinin gövdüsünü da ayrı etken diyen ayrılıp çıketken diyen manası var. Şunu biz diaspora Uygur edebiyatı, diaspora Uygur şiiriyeti de manda muşunu bütün yazgıçılar akbaratlarda munda yazsak muşunu şekillendirsek değil mi? Köp rahmet. Sual bolsa. Assalamu alaykum, hürmetlik. Bugünkü şu faaliyetin katnaşçıları. Ben bay bir gapti dep kaldınız. Teşkilat doğruluk siz Abdülhamid efendim dep kaldınız. Teşkilatlarının çık boğundan zihni yok, paydası var dep. Hem de ben misal için biz ben Kırgızistan'dan etim asker. Kırgızistan Uygur İttifak Cemiyeti'nin reisi men. Hem Dünya Uygur Kurultayı'nın vakalətçisi bolman Kırgızistan'dan. Şunun için biz Dünya Uygur Kurultayı'nın arkanda faaliyetleri boğanda katnaşımız dep kelgen vaxtıda bizden soraydı şu. Nemiş bitadыңlar berip nem kuatı deke Dünya Uygur Kurultayı bizge bir depranlar dep bir narsadan soraydı bizden elbette. Ondan keyin men demekçi şu teşkilat doğruluk mesela için Türkiye'de bolup bir namaçlarını ötküzüdü, şu millet davasının işlerini jıhны kıldı. Ondan keyin halkını kögendiki mındaq bir yala bada qarang. Bizning din bilan fanning farqisi kishdan bada biz hammamiz alhamdulillah musulmon. Biroq ibodatni nada qilamiz? Shu jamiga boramiz, masjidga boramiz, shu yerda shuni qilamiz. Masalan, Turkiyada bizning madaniyatimizga qarshi kiyimlarni kiyib, qop-qora kiyimlarni ayollar hamsi kirgizib, takbir vaqtlab namoz qilgan vaqtida bütün dünyadaki sivilizovanlı xalqlar hamısı dedi ki bularning davosi nima bu xalqniki? Fakat bularning dinini tatib oldimi ya ziminini tatib oldimi ya inson huquqini tatib oldimi bu xalqqa nima kerakka degan o'y paydo bo'ldi ekan shu. Shuning uchun demakchi bizdan so'raydi Dünya Uygur Kurultayı'nınki shu faoliyati mushumki deb. Ba'zi birlari jiqqi uqmaydichi bu faoliyat faqat Dünya Uygur Kurultayı'nın tashkiloti olib beryaptimi yoki boshqa tashkilotlar olib beryaptimi? Hammasini faqat Dünya Uygur Kurultayı'dan ko'rdi bu atgan shu har qanday bir ishlarni-chi. Sebep uqmaydi. Tashkilotning jiqligini har bir tashkilotda o'zining raisi, o'zining ko'z qarshi bir ishlarni olib berdi-ku. Uning foydasi bor, ziyni bor, boshqa narsalar bor. Mana shu bir namoz mushtaq chiqib boshqa millatlarning madaniyatining kiyimlarini kiyib takbir vaqtlab chiqqan mana shu Dünya Uygur Kurultayı qilayotgan 5 yilning ishini juvib etadi juminglar. Shunchalik Dünya Uygur Kurultayı'nın sayesinde apırvatkan işler milletinin davası nemidi bu oturdu. Biz hazır bir nersini talışıp zeminimini be ya onu kıl ya bunu kıl deyip dünyadan talep kılmayıvatımız bu. Biz fakat insan hukukunu, insan hukuk degen o bütün zemindeki insan onu talep kılış hukuku var. Şunun için biz insan hukukunu qoğdaylı, insan hukukunu deyip apagan ki Dünya Uygur Kurultayı'nın sayesinde düşüp boğandı ki onu nay doğru deyip emniyet, bütün zeminde emniyet doğru gördü onu. O қалған işler o yaxşı gap qo mana shu davlatni qanday qurish kerak o keyin bo'ladigan ishlar inshaalloh u taqdirlar yetganda keyin qilgan gaplar hozirmi biz yig'ilib qolganning sababida davatgan ayt yaxshi gap bu ammo biz nima qilishimiz kerak faqat shu qanchalik tashkilotlar jiqmi ozmi bo'lmasa ideologiyamiz yo'limiz bir bo'lishi kerakda hozir shuning uchun bir yo'ldan opirib mangdirish kerak qolgan narsalar u bizda yo'q emas narsalar uni o'ylab chiqargan emas vaqtida tariximizda hamma narsa bor narsalar hamma narsa bor uni saqlab olishib bizni eng asosiy saqlab olishimiz kerak uni undan keyin esimizga kelib bor narsalarni yana kuchga selib uni chiqarib nima qilsak bo'ldi hozir biz yeng ideya tepilib yeng chiqardigan narsa emas faqat bor narsada bu uni tarixda hammasi butun dunyo biladi davlat qurish nima qolgan boshqa shu doktorlik nima boshqa tarafdan hamma taraflardan o
avlatlarımızda burunqi narsalardan bor narsada kitaplardımı bor, hozirgacha bor narsa. Biz milletimizning ahvoli bugungi kunga bunday bo'lib qolgandiki, qolgan yo'q narsa emas u. Meniki deydigan savolim ham savol ham nimada Müştak tashkilotning jiqlig'idan har qanday tashkilot o'z oldiga bir ish olib berib, qanchalik bu dunyo urug' qurultayining qilgan ishlarigacha ba'zi bir to'sqinchilik chiqib o'tadi. Xalq uni jiqlari tushadi. Misol uchun O'rta Osiyada bizlarda biz faqat mana shu dunyo urug' qurultayining ishini, nimalarni qatnashganlarni bilyapmiz. Uni millatimiz bilish kerak. To'g'ri deysiz. Hamda tashkilotlarningki, rahmat. Ko'p bo'lishi deganda tabiiyki biz başlangıçta bir narsa o'qigandik, esingizda bormi? Bir qiyiq batdi, g'oz osmonga ko'tardi masalanda. Ya'ni bir qush quduq masalan ko'chakka tatidi, ya'ni birisi qirg'oq tatidi masalanda. Hammasi har taraf tatidi, narsa hech qanday narsa bo'lmaydi. Men demoqchi bo'lganim, bir nishon bo'ladi. O nishonga yetish uchun her teşkilat özününki fonksiyasını yaxshi jariy qildiradigan bir sistem qilishimiz kerak. Agar bir teşkilat qalaymiqan gapni qilib Uyg'urning milliy manfaatiga xiloflik qilsa, teşkilatlar o'zaro muzokara qilib, ash teşkilatni bir şekilde Uyg'urning milliy manfaatiga to'sqinlik qilolmaydigan holatga tushiradigan bir sistem qilishimiz kerak. Bu masalqa erkin dunyoda yashayapmiz, har kim hamma narsani desa bo'ladi degan gap yo'q. Hozir bu vaqtda bu ishlarcha, onun xatim berishimiz kerak. Mesela Uygur'unu qo'llab Xitoyga qarshi turadigan emas-da, Uygur'u qarshi turib Xitoyga hech narsa demaydigan tashkilotlarimiz bor. Xitoyga hech bir shaklda qarshi hech nima demaydi u. Xitoyga qarshi namoyish qilmaydi. Xitoyning qilayotgan ishlarini tilga olmaydi, ammo Uyg'ur qarshi, Uyg'ur tashkilotlariga qarshi harakat qiladigan tashkilotlarimiz bor-da. Bular esa Uyg'urning milliy manfaatiga sen xiloflik qo'tamsa yoki bo'lmasa Uyg'urning milliy manfaatini qo'dayotmasa. Yani aqlan qara aralashib ketishning ahvollari yuz beradi. Yani bunun xatim berishimiz kerak. Biz ma'mu Uyg'urning tashkiloti ekan, amu Uyg'urning tashkiloti ekan, nima qilsa mayli emas-da. Yani bir to'g'ri bor, bir xato bor. Yani to'g'ri nima? Uyg'urning milliy manfaati va davlat qurish yo'lidagi ilgirlashi to'sqinlik uni qo'llayganlar to'g'ri yo'l. Uni to'sqinlik qilganlar xato yo'l. Yani buni aniq ayirib olib, shunga qarata muomala qilsak, cho'ng masala chiqmaydi. Bayon degandek bizim nurg'un masalalarimiz bor. Ticaretni kuchlashimiz kerak. Uyg'ur tijoratchilarning jamiyati bo'lishi kerak. Eng oddiysi ayollarimizning nurg'un masalalari bor. Ayollarimizning kuchlanish uchun, texnik sog'lom bo'lish uchun, odam tarbiyalash uchun masalanda bolalarni onun qarta tashkilot bo'lishi kerak. Bayon degandek, mesela erlarninki oiladagi o'rni, jamiyatdagi o'rnini yuqori ko'taradigan, erlarga psixologik maslahat beradigan masalanda nurg'un psixologik besimlar erlarning ustida turadi. Aşağı o'xshash kasbiylashiga tashkilotlarni qursak demoqchiman. O'xshash ishni qiladigan, yani bir-birisi bilan raqobatlashadigan, deymiz, bir-birisini o'g'risiz qo'laydigan tashkilotlarni demayapman. Yani buni aniq ayirib olishimiz kerak. Chunki taraqqiy qilgan millatlarda ashna bo'ldi ishlar. Bizda bir tashkilot bir ish qilsa, men mashina o'xshash qilaydi deb, yani bir qurilib, o'xshash ishni qilib millatni 2-3 ga bo'ylab qilganning hech qanday foydasi yo'q. Yani ikkinchisi bizningki so'rgan savolingiz hem de qora kiyim kiyish bizning Uyg'urlarningki, bizning vatandagi nimada madaniyatimizda yo'qdi. Mush 2009dan keyingi nimalarda Xitoy o'zi o'ydirib, bizni texnik radikal nimalar ko'rsatish uchun xalqaroga ashna o'ydirdi. Ularning kallasini yuydi. Qora kiyim kiygizdi. Suriyaga masalanda, bu davlatlarga, Mang'uzda, Turkiyaga keldi. Hozir Turkiyadagi ashu nuqul qora kiyim kiyganlar bizning Uyg'ur jamiyatlar aralashmaydi. Yani maddi yardım dese elip barı ağıl kilidi o. Onundan başka vakti içinde ulanı mı Xitay kontrol kılgılık. Xitay'nın ki adamları kontrol kılgılık. Yani Türklerge, halkara cemiyetke Uygur'un sert göğüs için oyun oynagılık. Normalde bizden ki Kaşkay'da, Xotan'da mesela Aksu'da o karım kiyim kiyik adamı yoktu. Biz to'g'ilib cho'ng vaqtimizda normal kiyim kiyatdi. Mesela hech kim bunda dindar bo'lsa-mu, normal kiyim kiyatdik. Yalıq atatdık mesela, dopik yattık. Onda iş yoktu. Yani bunların hemmesi Xitayning normalde oyunu. Yani bizden neden Uygurlarımız oyunga hepsinden aldınıp gitti. Yani biz milletine Uygur tuş için ziyaliler, teşkilat rehberleri özüra maslashib milletini qutquzishning yangi bir yo'lini, yangi bir loyihasini tuzib, qaytadan bir milletni
qaddini tik tutadigan bir holatga ekanmasak boshqa chiqish yo'limiz yo'q. Vaqtim tushib qolibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Bu bir ixtiyoriy suhbat xarakterlik bir yaxshi muzokara bo'ldi. Anılar uchun, fikir qatnashchilar uchun, savol savollar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat.